kurs yaratib boshlaganman. Kurs yarashlardan ko'p vaqt ketgan, necha yil men tajribam bilan, necha yilki tajribam, o'qitim, bilimlarim kiritilgan. Yashirni deb boshlanganlar, keyin bananni boshlaganlar 3 oydan o'tgandan keyin. Biz qachondan boshlash kerak qoidasi bo'yicha ish vaqti savol. Ovqat pishirishda instruksiya bo'lishi kerak, retsept. Nav sonsa zo'r chiqadi. Boladan shunday. Bolaga ham instruksiya kerak. Havoz aytibdi, agar birinchi balamda shunday kurs qanadi, bo'lgan bo'lsa. O'qisangiz bo'ladi. Ikkinchida bo'lsam o'qiradi. Tavsiya etaman. Birinchi marta ona buvatirxonlar. Va bugungi bizani mehmon shifokorimiz, ayni biz onajonlarga kerak bo'lgan pediatr shifokorimiz Qadirova Aziza Mahkamova bo'ladi. Shu chaqaloqni 3 oydan ichida ko'p qotib turadi. Uxlab o'sadi. Bu vaqt onaga beriladi. Ona o'zi vasanavitsiya etish uchun. Birgina yoki ikkigina gap bilan depressiyadan chiqishina yordam beradigan bir-ikki usullarni aytib o'tmoqchi. Shuni olasiz, dish psixiatrmi, dish mavzusini o'qiysiz, imatkanlar qilasiz. Bu sizda ortiqcha problema bo'lmaydi. Ortiqcha vaqt ketirmaysizlar, ma'lumot izlash. Endi oyoqdan boshlanadi. Oyoqdan sovuq o'tsa kasal bo'lasan, birinchi navbatda oyoqni sipash kerak. To'g'ri. Chiniq bu kursning mukammal yaratilgan 10 ta darsi bor ichida, 10 ta darsning ichida tish chiqish ham bor, uyqu ham bor, prekorm, qo'shimcha ovqat qo'shilish ham, ona suti, hamma narsa bor. Bog'cha berganda, bog'cha sovuq ekan degan gap ham onajonlar jonini beradi, xavotir beradi. Assalomu alaykum azizlarim, qandaysizlar? Kunlaringiz qanday o'tmoqda? Bilasizlar, men o'zimni Instagram, YouTube sahifalarimda ayollar uchun foydali bo'lgan tibbiy ma'lumotlarni berib boraman. Shifokorlar bilan suhbat uyushtiramiz, psixologlar bilan xudo xolasa suhbatlar uyushtirish niyatimiz bor. Aziza, xush kelibsiz. Sizni bugungi loyihamizda xush ko'rdik. Hozir Azizani 1 minut tanishtirib beraman sizlarga. Demak, Qadirova Aziza Mahkamova pediatr shifokorimiz, 2 nafar farzandni sevimli onajonisi. Toshkent tibbiyot akademiyasini pediatriya yo'nalishi bo'yicha bakalavriatni, bolalar xirurgiyasi yo'nalishida esa magistratura bosqichini tugatganlar. Va Aziza o'zini ustida shug'ullanishdan, izlanishdan sira ham to'xtamaydigan, charchamaydigan bir bizning singlimiz hisoblanadi. Demak, yaqinda malaka oshirish kursini aynan pediatriya yo'nalishi bo'yicha 3,5 oylik kursni tugatib, Toshkentdagi ajoyib bilimli domlalardan, shifokorlardan yanada yangi bilimlarni olib keldilar va hozir shu bilimlaringizni biz bilan ulashasiz degan umiddamiz Aziza. Assalomu alaykum. Dilnoza. Katta rahmat taklifingiz uchun. Men uchun kutilmagan taklif bo'ldi. Dim hayajonlanib turibman, to'g'risini aytganda. Birinchi marta mening podkastda qatnashishim, intervyu olishlari. O'ylaymanki, bizani auditoriya to'g'ri qabul etadi, biz aytgan gaplarni, maslahatlarimizni va nima deydi? Mягко примет. Avang. Yumshoq qabul etadi. Oldindan bir narsa aytib o'tchakman. Sal o'zbekcham davom zo'r emas. Ko'pincha ruscha gaplashganlarimizda uyda, maktab, bog'chalarda ruscha atmosferada o'sganim uchun ko'proq ruschani aralashtirib so'zlashim mumkin. Shuna o'zingiz yordam berib turasiz. Period etib tarjima etib to'g'rilashtirib beramiz. Aziza rus maktabda rus bog'chani tamomlagan ekanlar. Shuni ta'sirida ruscha gapirdilar va bu zo'r. Juda ham menga qulay ruscha gaplash, lekin bu yerda o'zbekcha, xorazmcha gaplashimiz kerak. Maksimal darajada harakat qilamiz. Ochib berishga kerakli mavzularni ochib berishga harakat qilamiz. Demak, qarang, biz suhbatimizni boshlaymiz. Demak, ayol kishi ona bo'ldi. Ayol ona bo'lganda uni hayotida juda katta o'zgarishlar bo'ladi-da. O'zgarishlar bu sog'liqdan boshlanadi. Gormonal o'zgarishlar, og'riq, ruhiy o'zgarishlar, endi bundan tashqari kun tartibidagi o'zgarishlar. Уже uxi yo'q, geshda sanga bu mumkin emas, sen chillalisan, ko'chaga chiqishing mumkin emas, bu ovqatni yeyish sanga mumkin emas degan cheklovlar paydo bo'ladi va shuni o'zi ham stress. Hozir o'ylayman-da, har qanday cheklovlar bizlara stress bo'ladi ekan. Taqiqlangan mumkin emas degan narsa bizga stress bo'ladi ekan. Chunki o'zim Toshkentda dunyoga keltirganman birinchi farzandimni talabalik paytimda. Shuning o'qishga qatnab yurgan kunlarimning birida ona bo'ldim va meni hayotimda tub burilish bo'lib ketdi. O'qishim tamom bo'ldi. Bir oydan keyin bordim. Hamma narsada geshda o'qi yo'q. Endi o'zim to'g'riga mindirgan kiyimlarimni aytmay qo'yarim. Menda shish bo'ladi, shuni hisobidan kiyimlarim to'g'riga min qolaradi.
ishkom hammasi depressiya. Keyin qarasam bir kuni xo'jayinim ham studentlar, talabalar lekin o'qishga ketib boradi qarasam. Buni hayotimda hech nima o'zgarmaganini bildim. Kursdan keyin o'zgarish bo'lgan. Bu ota bo'ldi, urra dedik. Hamma uni tabrikladi, so'ndi. Bir kunda o'tib ketdi va yana o'zini kundalik hayotini davom ettirib turibdi. Menda esa umuman boshqacha. Va shunday holatda ayolda kuchli depressiya boshlanadi-da. Kuchli depressiya boshlanadi. Lekin bu narsani onajonlarimiz aytadigan bo'lsangiz, masalan, opama yoki qaynonama aytsam, sen ona bo'lding, sen shukr etishing kerak. Bu boshqacha yo'naltiradilar. Shunday deydilar. Bu qanchalik to'g'ri? Bu depressiya degan narsa o'zi bormi yoki onajonlarimiz aytgandek bu faqat bizning erkakchiligimizdan iboratmi? Hamma aytgan gapingiz to'g'ri. Buna qo'shilaman. Meditsina ham buni tarafdori, buna qo'shilishadi. Meditsina taraflaman gaplaydigan bo'lsak, har bir tug'an ayolda 90%da poslerodovaya depressiya, tug'ruqdan keyingi depressiya uchraydi. Lekin uchragan payti qaysidir ona buni yengil o'tiradi, qaysidir ona dim og'ir darajada o'tiradi. Bu o'zi organizmga bog'liq, yashab turgan sharoitiga bog'liq, lekin bu narsa. Fakt demak. Bu fakt. Buni tan olish kerak, bu fakt. Endi bizning mentalitet bo'lgani uchun bizda ozgina chetlaydilar, bo'lmagan gap deb qabul etadilar. To'qib chiqarib turdi deb aytadilardan, buna yaxshi urg'u bermaydi. Lekin bu narsa. Men o'zimda shu narsa bo'lib o'tgan poslerodovaya depressiya, lekin tug'ruq payti men bilmayman. To есть tug'ruqdan keyin depressiya bo'lishini bilmayman. Men shu depressiyaga tushdim. Men shuni his etib yashab o'tdim. Keyin bildim, что har bir onada bo'lishi mumkin ekanligini. Bir единственный minusi biz shu narsani oldindan bilsak edi. Biz homiladormiz. Biz bilamiz nima kutishini tug'andan keyin. Ina tug'amiz, angsat bo'lib ketadi bo'lamiz, lekin вообще tushuncha yo'q bizda, nechik bo'lib ketishi. Agar kimdir oldindan bizga o'rgatsa, aytsa-da, bizga angsatroq bo'lar edi deb o'ylayman. Hozir o'zimning misolimda aytib berjekman shuni. Yana masalan, tug'ruqdan keyin bolam dunyoga keltirdim. Birinchi farzandim bu Imranchik, o'g'lim. Men ham student edim, именно pediatriyani o'sha student bakalavr davrida o'qib turgan vaqtim edi, 5-kurs. Dunyoga keltirdim, umuman hayotim o'zgarib ketdi. Chunki men hamisha o'qib yurgan, hamma ishni uspet etib yurgan, kitob qo'limdan tushmaydigan. Meni hayot mazmunim shu o'qishadi. Chunki bilasiz, meditsinada 6 yil o'qiladi, hamisha jol o'qib yurishing kerak. Bu yerda yana borib kelish, aylanish degan narsa bizda yig'ishtirilgan edi. Shu daraja disiplinada. Shaxsan menda shunday edi. Qarasam, hayot boshqacha bo'lib ketdi. Men vaqt topmayman o'qisham. Umuman kitob qolib ketdi. Yoqmaydim, yoqmagandan tashqari baribir men sevganman bu narsani, vaqt topmaganman. Men depressiyaga chap tushib boshladim. Vaqtimni xato, to'g'ri taqsimlab bilmaganman. Men o'qishimga vaqt topib bilmaganman. Qarasam hamma uyni ishlarini avval o'zbekcha taradim, endi bir kunda aytib bilmayman. Chunki bola bor. O'sha meni shu narsa depressiyaga tushirdi. Chunki menga o'rgatilgan, bir kunda dahshat etib o'rgatish kerak bir uyni. O'zbekcha bo'ladi, qo'lingdan keladi. Hamma narsa o'zbekcha ayol birdan tug'ruqdan men kesir bo'lganman, tug'ruqdan keyin o'zi bilasiz, kesirdan keyin o'zingga kelishing kerak. Восстановление bo'lishi kerak. Bu narsa hamma narsa shuni yinalib, gormonal fon o'zgarish bo'ladi. Ko'kraklarda tishish bo'lib, sutlar keladi. Bu ham nagruska. Bir oy davomida laktatsiya formirovatsiya etadi. Sut kelishi normal tushib olincha bir oy kerak. Birdan tish ketadi, temperatura chiqadi. Birdan depressiya. Uni o'zi depressiya. Hech narsani bilmayman, hech narsani tushunmayman. Tashqaridan nima deydilar? Necho, hamma do'g'an. Sen birinchi emassan, sen oxirgi emassan. Hamma do'g'ib turibdi, sen ham shu ishni qilasan. Keyin bizda shu gaplarga ishonib, masalan, baribir atrofimdagilar aytib turibdi. Hammada bo'lgan, sendan bo'lib turibdi, lekin men ular uchun hech tuyulganman, kabutta men shu narsadan problema tuzib turganim. Lekin aslida bu problema bo'lgan. Shu davrda, shu momentda men uchun katta problema bo'lgan, chunki menda yechim bo'lmagan. Yechim bo'lsa-da, kimdir o'rgatib bersa-da, ishing bo'ladi, sen qisliqma, boshqalardan mening bo'ladi. Bu normal holat deb menga tushuntirilsa, men buni yengil o'tirar edim deb o'ylayman. Lekin men chuqurlikka tushdim. Har bir odam tushib oladi, keyin tushgandan keyin biladi, men chuqurlikdaman, men depressiyadaman, endi necha etaman deb. Chunki bir gap ko'p, ikki gap kam, bir lishni bahona orqali darrov topiladi bahona, darrov yo'lab boshlaydi.
Mama chiqala depressiyada vaqtda tug'ruqdan keyin bu yoqmaydi, u yoqmaydi, kaprizni bo'ladi. Ko'p odam aytadi, "Nicho chidab tur, ko'tarish kerak meni xarakter emas bu yerda. Bu yerda gormonal fonda o'zgarish bo'lib turibdi. Onani podдержка etish kerak shu vaqtda. Maksimal darajada uydagilar podдержка etib berib, masalan, qarashib berib, hamma taraflamang, yordam berib bersa, восстановление bo'lib olsa, o'zidan keladi inson. Mendan ish bo'ladi, mo'ylar edim. Men ko'krak sog'oradim, chunki dum bo'lib ketar edi. Bolam chaqaloq, unchalik emmaydi. Endi do'yg'anicha emadi, lekin shuncha sutga yotibdi. Men temperatura chiqib yotdi, men qisilib yotibman, yig'lab yotibman, azoblanib yotibman. Уже shu darajaga keldim, что men emzasim yo'q degan fikrga keldim. Yomasa men do'g'iyincha o'qib chiqaman. Ko'r ona sutida o'stiraman, ona sutini berishim kerak. Bu immunitet, bu antitela. Ona sutida tirik hujayralar bor. Smeys meni o'rnini bosib bilmaydi deb, men уже o'zimni o'qitib hali shunda. To'g'rilab kelganda shunchalik ma'lumot bo'lganda voz kechib ekandim. Chunki ko'kraklar yorilib ketdi uchlarim. Shuning joli og'riq bo'lgan, men уже to'xtataman, yo'q, men emzasim yo'q degan darajaga kelganman. Lekin o'zimni qo'lga olib, zo'rdan men emzishni davom etganman. Bu kuchli stress, haqiqatdan ham. Bilim bo'lishi kerak. Bilim bo'lib turib, hali men stressga tushib turibman. Doktor, doktorda bakalavriat yo'nalishida tugatayotgan pasti. Tugatayotgan vaqtim bunchalik bilimim yo'q edi. Shu davrdan boshlab men izlanishni boshladim. Hech kimni gapini eshitasim kelmas edi. Chunki uning gapi meni nima to'g'ri kelmas edi. Men bolamni boshqacha tarbiyalasam boradi, boshqacha o'stirasim boradi. Ortiqcha dorisiz, uni tushunib, uni boshqacha yondashasim boradi. Chunki u vaqtda Instagram endi rivojlanib boshladi. Kurslar narsa yo'q edi. Men o'qib, kitoblarimni o'qib, уже bilar edim, что buni ortiqcha dori kerakmidi. Buni zabota kerak, yaxshi qarash kerak, buni tushunib ulaytirish kerakligini. Ya'ni baqirib yotib, necha yig'lab yotibdi, necha gerek endi deb yana battar stressga tushmasdik. Shu depressiyani yana aytchakman, qizlar bilinglar, hammada bu depressiya bo'ladi. Bundan chiqib ketishni o'rganish kerak, bilim bo'lishi kerak. Shu men nechun chiqib tushganim student bo'lib turib o'qib bilmaganim uchun, vaqtimni taqsimlab bilmaganim uchun shunday tushib ketdimmi? Endi keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin, bitta o'zim kelgandan keyin oson chiqib boshladim shu narsada, harakat etib boshladim. Chunki jonimga tegib ketdi. Bu chuqurlikda o'tiraverish, nolaverish, bu yerim og'ridi, o'zim gap bilmay turibman. Endi nechataman, har xil o'ylar keldi. Ko'krak bilan ishlaganda sog'averganda nechik bo'lganmanda tushuncha, endi shunday o'tiramanmi? Vaqtim qurish ko'krak bilan ishlash ketaradi. Bir oy davomida shunday bo'ldi-dan, o'ylardan bo'ldi. Hamisha shunday bo'ladi. Chunki onani gormonal fon o'zgarganmi, miya zatumanini bo'ladi. Zatumanini degani hech narsani eshitmaydi, hech narsani tushunmaydi, gaplab turgandan adekvatno воспринимать etib bilmaydi. O'ylaydi, hamisha shunday bo'ladi. Hamisha bo'lmaydi uning. Qurish shunday bo'ladi. Hayotim ham shunday o'tib ketadi. Onalik davri shunday bo'ladimi ekan deb shuning tushuncha keladi. Instagramda o'ynaymas edi. Qizlarda boshqa qizlarda o'ynaymas edi. Masalan, chiqqanlarimda, lekin ular ko'rsatmagan-ku u tarafini. Bizlar xo'shroq kartinka chizilgan, xo'shroq intirib rasm ochib, "Vam boradi fotosessiya qilish." Lekin men bunday deb yotibman, fotosessiya nishiydi. Umuman cho'zib, newbornda novorождённыйlarni fotosessiyani aytadilar-ku, dum orzuymadi. Bizlarda o'rganishda vaqti, hozir ham bilmayman, bormi yo'qmi. Rasm tushiradigan yo'q edi qizlar. O'zim taxlab qo'yganman, shu 40 kunga cho'zildi. Chunki meni ne energiyam bor edi, ne xohishim bor edi uni aytishga. Cho'zilib boraverib, vam qolib ketdi meni. Chunki u xo'shroq kartinka ko'rishanda ekan. Hayotda umuman boshqacha bo'ladi ekan. Hech kim uni tushuntirmaydi nechik bo'lishini. Har kim o'zi yashab o'tishi kerak, shu chuqurlikka tushib olishi kerak, ichib ketishi kerak. Shunda men o'ylaganman, nechun har bir ayol chuqurlikka tusharishi kerak. Bir odam tushib chiqqandan keyin qizlar nima bo'ladi ekan deb aytib bersa bo'lmaymi der edim men. Bolani boqqanda dum ko'p qiynalganman, hali doktor bo'lib turib qiynalganman. Nechik dori berishim kerak. Nishatib men uspokоить etishim kerak. Qachon bir xil bo'ladi-ku yig'lashlari. Qachon u och bo'lgan yig'lab bo'ladi, qachon u qorni och, to есть og'rigan koliki bo'ladi, qachon u просто ichki qisqandan yig'lagani bo'ladi, har xil bo'ladi. Men shuni tushunmay, dum stressga tushiradim. Men shuni tushunasam kerak. Aytganman, instruksiya kerak menga. Kimdadir bormi ekan shuning, nechun shu kungacha hech kim instruksiya yaratmagan deb. Instruksiyani siz farmatsevtsiz bilasiz. Oldindan shu dorini ichsang, shuning bo'ladi. Agar nojo'ya ta'siri bo'lsa, nima bo'ladi? Bunday deb aytish kerak, qo'llanishi to'liqsa yozib bersa, siz nima ekan tushunib ichasiz, orqaga bo'lib ichasiz. Shu nojo'ya ta'siri yo'q, normal, shu oshqozoningizga borib, oshqozonda ulab beradigan dori ekan deb tushunasiz, to'g'rimi? Bola ham instruksiya bo'lishi kerak deb men shu vaqtda tushunganman.
va instruksiya natijasida sizda onalar maktabi kursi yaraldi, to'g'rimi? Ava, u narsa уже shu birinchi farzandimni opitimdan kelib chiqib yorib boshladi. Lekin u vaqtda menda kurs degan narsa yo'q edi. Kimdir bersin deradim. Kimdir o'rgatsin deradim. Men o'z izlanib boshlaganman. Kitoblarni o'qiganman, shu internetlarni o'qiganman. Hamma yerdan ma'lumot yig'ib, daftar doldira. Bola uxlab yotibdi, ko'kragimni sog'aman, yozaman, o'qiyman. Lekin dim uxlaslarim keladi. Chunki vaqt yo'q. Nima desam ekan, izlanishga, vam vaqt qahı. Kur vaqtim shu izlanishga, o'qishga, emizishga, uxlatishga ketaradi. Na ovqat yeysan normalniy, na o'zingga qarab bilasan, o'zingni вообще unutasan. Ikki aytaman, xo'sh, Instagramdagi qizlar nedan bo'ladi ekan, ular nedan uchun xo'sh ma'murchilar yarata oladi ekan deb nedan, nedan ularda kuch paydo bo'ladi ekan deb o'ylar edimdan. Chunki ular biyon tarafini ko'rsatmas edi. Men u narsa уже qiziq bo'lmadi, men aytdim, yo'q, men zo'r nating, zo'r chiqarishim kerak bolamni, zo'r tayyorlab berishim kerak. Ortiqcha dorisiz. Shu daraja muhim edi, ortiqcha dorisiz bolamni ulaytirish. Shu izlanib, shu 1 yoshgacha bo'lguncha bir 10 общий shuni ul katta daftarlar, shu daftarda to'lgan. Men konspekt etaradim, o'qiradim. Endi bu vaqtda hech kim bilan bo'lishmasadim, chunki o'zim uchun kerak. Men o'zim uchun aytganman. Keyin esa birinchi farzandda qiynalib netdimmi, bu depressiyalardan chiqishni o'rgandimmi. Ikkinchi qizimda shunga angsat bo'ldi уже bu davrni o'tirish. Va nihoyat men onalik davrini hazatib, stresssiz o'tirishni ikkinchi farzandimda o'rgandim. Chunki уже daftarlar tayyor, konspektlar tayyor, bilim bor. Yig'ladimmi, tak, necha etish kerak edi, bunday etish kerak edi. Bu yerdan necha etish kerak edi deb уже men shuna qarab, menda instruksiya tayyor edi. O'zim shunday ishlatganman. Demak, hayotga ko'chirib bilgansiz olgan bilimni. Olgan bilimni hayotga ko'chirishdan gap ko'pda, ko'p odam buni qo'llab bilmaydi. Nechun qo'llamaydi? Chunki strah bor, qo'rquv bor. To'g'ri aytib turibmanmi, yo'qmi? Tashqaridagilar nima deydi? Ina даже oddiy ko'chaga chiqarish. Men chaqaloqimni birinchi farzandim qishda tug'ganman. Qishda tug'gandan keyin bilasiz, ko'cha sovuq. Aytadilar, ko'chaga chiqarma, mumkin emas, ya'ni nasamuni ishgan. Lekin biz roddomdan chiqargan payti uyga kelincha yo'lda kelamiz-ku. Xoti mashinaning ichida bo'lsam, tashqariga chiqadi-ku. Kelgandan keyin mendan u vaqt bilim bo'lmagan birinchi farzandimda. Qaynanam dim aqlli xotin bizada, dim meni поддержка etadi, shu aytgan. Tak, endi har kun ko'cha chiqardan bo'lamiz, 5-10 minutdan chiqarib boshlaymiz degan. Menda o'zi qo'rquv, ko'chani ishida chaqaloq yo'q, hali ko'na tushunchalar menda. Yo'q, o'rganishi kerak bola, immunitet bo'ladi deb shu o'rgatib, chiqarishni o'rgatgan. Biz уже ertangisini boshlab прогулкаларga chiqarar edik, ko'chab chiqar edik. Sovuq edi, qor yog'gan edi, farq yo'q. Любой havoda olib chiqariladi. Chilla davrida boshlansizlar o'sha. Chilla davrida o'sha boshlangan. Men поддержка etgan zo'r bo'lgan, men qo'rqmay shuni olib chiqqanman. Lekin hammadan buning поддержка yo'q. O'ylaydilar bu yaxshi emas, bola kasal bo'ladi. Даже bir xona uyda turib, bir xonadan bir xonaga olib chiqmaydilar. Bu yerning temperaturasi issiqroq, masalan, qish bo'lsa, bu yer sovuq, daru shamollaydi deb. Yo'q, hammasi bu xato tushunchadan keladi. Bolani ko'p ko'chab chiqsak, прогулкалар etsak, immunitet hosil bo'ladi. Bizda dori ichirib immunitetni shakllantirgandan ko'ra, unda shakllantirib bo'lmaydi. Tabiiy yo'l orqali shakllantirish kerak. Albatta, bundan bilim kerak, bilimdan tashqari qo'rqmaslik kerak. Men ham u vaqtda ko'p narsani qo'rqib ataradim. To'g'ri aytib turibmanmi, yo'qmi? Olib chiqamiz, yuzi ochiq bo'lishi kerak. Qish bo'lsa, qo'llari ochiq bo'lishi kerak. Chunki nur urishi kerak, vitamin D ta'sir chiqqana ko'ra. Olib chiqqana ko'ra, u ham qalin giyintirmaslik kerak. Slishkam qalin. Qalin deganda nechik ma'noni bildiraman. Havoga moslab giyintirish kerak. Даже qish bo'lsa ham biz hamma yerni o'raymiz. Ustidan adyal o'rab keyin chiqaramiz. Ko'rib burni ochiq turadi. Undan burnini beklashga harakat etadi, og'zidan beklaydi, so'sga beradilar. Nafas yutmasin deb. Yo'q, sovuq havo shtafla boylab. Hamma narsani boylab ishlab, ko'ri ko'z ochiq qoladi. Xato. Biz qayta ko'proq ko'cha olib chiqib vitamin D nurini boyitishimiz kerak. Ta'sirinda sintezlashimiz kerak. Nur tushishi kerak bolani organizmina. Bu chiniqtirish keladi. Bolani ertang mustahkam bo'lishini. Ertang обществоga sotsiumga tashlab berganda bolani olib chiqqanda har xil kasallarni yuqtirganda angsat netadi, yengadi. To'g'ri kasal bo'ladi, lekin angsat yengish bor, qiyin yengish bor. Sizni bolangiz kichik vaqtda ishlatib o'rgatsangiz, angsat tez yengadi bo'ladi. Lekin men ham qo'rqar edim. 5 minut, 10 minut keyin bir satlab ham ketar edik. Yana bilasizmi, men to'xtatgan. O'zi podдержка turdi qo'ydim, olib chiqaverding, lekin bu men to'xtatgan. Nechun chiqasan? deb o'zim aytar edim. Uyingni o'rgatdingmi? Postlaringni yennadingmi? Uyingni taxladingmi? Bizda ishlab o'rgatilgan, uyingni taxlab, xo'shat, keyin bir yerga ketsang ketasan. Men shuni aytaradim, kech bo'lib ketar edi. Na kuch bo'lar edi unda, na xohish bo'lar edi. Bo'ldi. Necha tipda kichkina chaqaloq qush, nima bilib baratur ko'chaga chiqib, degan tushunchalar bor edi.
yo'q bizani boladan muhim uy ishat o'rgatilgan. Shu narsani ham men keyin balansga kelishni o'rgandim. Menda uy birinchi o'rinda edi, даже bola emasadidan, bola keyinchalik darajada edi. Hamma narsa shu bola tug'ilgandan keyin o'zingni tarbiyalab boshlaysan ekan. Prioritetlar o'zgarib boshlaydi ekan. Shu payti keyin o'sha qaynam so'karadi. Olib chiq deydimi? Olib chiq. Nechun kech olib chiqatirsan? Gündüz olib chiqish kerak deb, shuni narsa bilan keyin men o'zimni taxlidim bo'ldim. Yo'q, men vaqtida olib chiqaman. Dursa duradi. O'yini ish qochib ketmaydi. Hech kim aytmaydi sizdan boshqa. Stikib turadi. По-любому stikib turadi. Orqaga chiqib ketavering. Zato bizani miyamiz shu daraja bizani qisntirib tashlaydi ekan. Aytmadim, ina chiqaman, imon ayting, shu bilan yelib ketamiz. 5 minut to'xtatib turib chiqib kelsangiz shuni hazat kelasiz, dam olib kelasiz. Prosta ko'chada aylanib, ichariga bormoq kerak, kolyaskani olib, prosta 1-2 krug aytib kelsangiz ham yaxshi kislorod yetib boradi. Kislorod almashuvi yaxshi bo'ladi. Bir havo atrofi, to есть nega qarab, atrof muhitga qarab, daraxtlarga bir boshqacha bir energiya bo'lib kelasan. Bola ham hazat etadi, sen ham tinchlanib kelasan, o'zi depressiyaga o'tirdi. O'zing ham tinchlanib kelasan. O'sha uyga kuch bilan kelasan. Tamam, balaga emas, o'zingiz ham foydali bo'ladi. Ikki tomonlama o'tasiz. Bolam hazadadi, o'zingiz ham netasiz. Men yana navodat etganman, buni ham qaynonam orqali shuni singdirganmiz, ko'chada bolani uxlatish. Uxlab qolgan прогулкада uxlatib yurardim, yarim soatchalik. Kimdir aytadi, u so'qish qiladi, ko'chada uxlatish mumkin emas. Yo'q, qadimda shunday netganlar. SSR vaqti chaqaloqlar yasli bo'lgan vaqti. Yasli уже nechadir oylikdan даже 1 yoshdan o'tgan bolani bog'chaga berganlar, ularni ko'chada uxlatganlar. Shunchalar ular mustahkam, shunchadan ularga ortiqcha doram kerakmidi, immuniteti kuchli bo'lgan. Bu hamma narsa oddiy. Ko'cha olib chiqish pulmi? Yo'q. Masalan, vaqt talab etadi. Lekin bizning xalq hozir shuna narsa mamachilar o'rganib beradir. Bu dahshat dorining, eng qimmat dorining, shu bilan davolaying, shunda zo'r bo'ladi. Yo'q, boshdan boshlash kerak. Oddiy narsalardan boshlash kerak. Zo'r natija erishib bilasiz. Men maqtanish emas, yana xudo shukr, bolalarim kasal bo'lsam antibiotik o'tiramiz. Chunki men antibiotikka qarshiman. Kuri kerak vaqtda ishlatiladi. Men ham ishlataman kerak vaqtda. Kam ishlataman. Antibiotik o'tiradilar, yengil darajada o'tiradilar. Normalniy, bunda virus kasallik orqali chaqirib turgan narsa antibiotik kerakmidi? Undan tashqari qo'rqmanglar, bolalaringizni sotsium olib chiqishgan, bolaning orasina. Kimdir даже uyina kelgan, masalan, baldizlar, qaynbeklar, qarindoshlar keladi-ku. Qisib turadilar, bolasi kasal. Bolani gizlab, xonaga yashirinib, hech kim o'pmasin, hech kim ko'rmasin. To'g'ri, o'pish bu boshqa. To есть kontaktda bo'lmasin deydilar. Yo'q, u xato, qayta olib chiqish kerak, kontaktda bo'lsin, organizm chiniqishi kerak. Bu immunitet qachon chiniqadi, qachon mustahkam bo'ladi. Ko'p viruslar bilan to'qnashsa. Viruslar bilan to'qnashgan vaqtda hamma vaqt ham kasal bo'lavermaydi organizm. Yengib bilish darajasini qaraydi. Siz chiniqtirib boshlasangiz, men aytgan yo'l deyim. Прогулкалар olib chiqib, yubka qo'yib, namaz aytib o'taman. Siz bilan chiniqtirasiz, bu tana-pana viruslardan kasal bo'lmaydigan bo'ladi. Уже mustahkam etgan bo'lasiz. Hech kimni yomon ko'rmaysiz. Uyingizga odamlarni shu kasallarda inab chudavadi, inab o'ksirvadi. Buni temperaturasi bor. Kimdandir qidirib yuradilar bizda mamachilar. Ko'pchilik o'zbeklarda. Vaqtchadan yuqdi deydilar. Hammadan ko'rib chiqadilar, lekin o'zidan ko'rmaydilar. Что men kichik vaqtimda ishlab mustahkam immunitetni shakllantirsam edi, shu narsa bo'lmasa deb. Shu immunitet bo'yicha yana aytib o'tgan narsam bu yubka qo'yish. Bola tug'ildi, bu oqibet deyim bo'ladi. Biza kichkina vaqtimdan issiqqa o'rgatsak, bola issiqqa o'rganib ketadi, sovuqqa o'rgatsak sovuqqa. Bu ota-onani singdirgan narsasi bo'ladi. Bu gendan o'tmaydi. Bu menga o'xshab so'qishak, bu menga o'xshab issiqni yaxshi ko'radi deb ko'pchilik aytadi, ya sovuqni. Buna qaramaydi, gendan o'tmaydi bu narsa, DNKdan o'tmaydi. Bu narsa shakllantiradilar. Men o'zim yozda to'lg'anman. Men endi opam, endi u vaqt bilim bo'lmagan-ku. O'rab chilmab, deb sen yaxshi onasan, agar sen o'rab chilmab bolangni boqsang, yaxshi ona deb hisoblangansan. Shunday aytgan, men dim so'qishakman, dar sovuq bo'lsa so'qish qilaman. Yozda masklarda yurishim mumkin. Haraga yashash odatim bor. Shunday aytganman, bolalarimni deb o'stiraman, bolalarimni sovuq o'rgataman. Sovuqda chiniqtirib o'rgataman deyman. Shu qishda ham noskisiz qo'yardim. Shapkasiz, yubka narsalarda uyni haroratini qarab men giyintirardim. Agar ona to'g'ri giyintirib bilsa, bola shamollamaydi. Bizda xato giyintirish orqali keladi. Xato giyintirish deganda o'rab chilmab tashlaydilar uyning ichida, bola dillab yotadi. Chaqaloq tug'ilganida ular termoregulyatsiyasi, temperaturani saqlashi yaxshi emas bo'ladi. To есть hali shakllanmagan 100%. Shuning uchun ular o'zining tanasini sovutib, isitib bilmaydi. Biz xato giyintirib, qalin giyintirib qo'ysak, darrov dillab ketadi. Endi u sovutishi kerak-ku o'zini. Ozgina oniy shamol o'tsam, nima deydi? Теплый воздух o'tsam, sovuq shamol emas, issiq shamol o'tsam,
dəlləyen üçün şamallaydı bala, öyün içində ham. Şunun üçün ham doğru giyintiringlar deyman. Giyen pasientlarıma aytaman. Geçindirib taşa, yupqa qoy, ürgətkicə oxundan. Уже ulayğan sayın balalarım qışdan naskis yürüydülər. Naskis yürüydülər. Öydə yugurub yürüydü. Demək bu normal halət. Bu normal halət. Naskis sürsə mən vuruşamam balalarımla. Azdamakdan qalırdı. Həmin ayaqdan başlanadı. Ayaqından soğuk ötsə kəsəl bolasan, birinci növbətdə ayaq nisbi qoş gərək. Doğru. Çınıqtırsanız o nərsəni etmisiz. Mən həm qorxub etkenmən bu nərsələni. Yandan görüb, yandan kitablarını doğrumayken yoxmu qarasam, zor olub getyadır. Ürgənib getyadır. Уже özü naskin çıx. Mama ne хочу deydi. Mən giymən naskin, mən islab durman deydi. Уже netmiyəm, aralaşmayım. Уже çınıqqan deymən. Yəni уже çınıq getgəni üçünəm qızımam şunin, oğlumam şunin, kurmən ailədən həmən. Lakin onlara sindirib bildim şu nərsəni. Bu mənim arzuyum idi, katta arzuyum, что bunlar qışdan naskis yürüb biliş. Naskisiz deyəndə sizlər düşünməyin, что kur ayaqanla yürüşünü arzu etkəndə, immunitetini şəkilləndirib biliş kiçik bəytindən. Nəyəm getgəndə qışda giyinib çıxqanda yupqa getədilər. Məsələn, kurtkalarda getədilər. Qalın naskiləni 2-3 naski, 2-3 kalgotki giyib çıxıb getməyidilər. Bu ham şu çınıqdırışa katta нәрsə bağlıq. Çınıqdırıb bilsəyizlər, ana bemalal qorxmayın balаңызны. Adamlar arasına nəticəyiz mümkün. Bakça bərgəndə ava. Bakça soğuk ekəndə gəpəm anacanlara canlı nə bərədi, xalatır bərədi. İndi qarang, biz depressiya məsələsinə qaytamız. Depressiya yine birginə yoki ikkiginə gəp bilən depressiyadan çıxışına yardım bərədon bir-iki usullarını aytın. Depressiya düşdürtdü yine. Depressiya. Birinci növbədə düşünüb alsın ki, o depressiyada. Çünki ana özündən nə tip başlaydı, tələb etib başlaydı. Əvvəl güclədin ku, əvvəl həmmə nəsən spesiyyətlər edin ku, özünü yeyib başlaydı. Yemislərdən, toxtataslardan mən doğdum. Məndə hormonal özgəriş oturtdu. Mən əmzikli, mən fərzəndlə, bir fərzənd dünyaya gəldiyizlə, tirik insanlı, orqanizm şuna etib bərdi. Bərinlə vaxt orqanizma özündən gəlişinə. Biz ara vaxt bərimiz, dər özümüzün robotumuzla yakıb bərəmizdən robot boq keçəcək. Həmmə işlətib keçəcək balımız. Miyə bilən tənə uçub başlaydı. Şunun üçün kəsəlik gəp başlaydı. Şunun üçün düşününlər, что sizlər doğdusam, sizlər indi vaxt bərəsilə özlərinizin orqanizminə dəm alırız. Ən mühümü gün tərtibini doğrulab alınla. Şunda sizlər həmmə ətcək işlərinizi uspet etib biləsilər. Mən özümdə şu yemiriş, özümdə şundan başlanğan, uspet etməyənimlə özümü söküb başlağanım. Mənə mətib bilmiribsən, oqatla mətib bilmiribsən, işlərəm kakit, mənəsə kakit bıradır. Sən neçə etdin günün bilən deyimən. Kur bala baktın mı? Kur bir balanı bakıb bilmən. İki, köçədəklər bəs, atrafımızdakı bir balanı əməllət bilməbdi. Şu bir günə balanı əməllət bilmə, öyən batıb yatıbdı, deyən düşüncələ gəp başlaydı. Lakin bu nərsə indi, bağ nərsə, mən də özlərinizlə qola tutub alıb, gündə taksimlislə, mən özümlə nəmə aytıb bərəmən. Məsələn, gündə çakalaq 5 mərtə oxuydu. Təsəvvür edəlik, 5 mərtə, 2 saatdan, 1,5 saatdan oxuydu. Çakalaq şunun akıllı, priroda şunun akıllı, что çakalaqını 3 ay nəçərli köp uxlatıb bərədi. Uxlab ösədi. Bu vaxt anaya bərələdi, ana özü vasanovitsətiş üçün, özünə gəp biliş üçün. Həmmə nərsə zor etib şəkillənən, bizə düşünüb yetinməz şöhrlərinə. Bala köp oxuydu, ana vasanovitsətib özünə gəp alış üçün. Şu vaxtdan doğru faydalanıb biliş gərək. Məsələn, bir mərtə uxlağanında mən zavtraq etib alardım. İkinci mərtə uxlağanında məsələn, bitta uxlab alardım, üzüməm. Dəm alış gərək. Alış gərək axır. Geçimirə uxlamıysınız, siz əmiziklisiniz, turasınız neçədir mərtə. Siz addi insan bilə özlərinizi salışdırmaqla. Çünki sizlərin orqanizm başqaça işləb durubdu. Ki, üçüncü mərtəsində ana əbidləri izə qaranlı. Üçüncü uxlaşında balanı. Əbidləri izə qaranlı, əbidləri izə nətəsilə. Dördüncü uxlaşında, məsələn, kirlər izini yuşunuz mümkün. Yenə bir uxlaşında, yenə bir uxla başınız mümkün, dəm alışınız mümkün. Toyuz, sizlər indi əvvəlki deyin, çaqqan gəliyim məsələ, çaqqan mamı, nə demək, qıza məsələ, sizlərin az-maz skoruslarınız düşüb getdi. İndi sizlər öyünü bir gündə əməz, gərək bolsa 2-3 gündə etib biləsilər. Şunu bir gün pol yunla, bir gün çanğanla, bir gün polisos etdinlə, doğru sizlərə doğru gəlməslik ki mümkün, köpçülük. Mənə yaxmaydı bunu borkə, mənəm yaxmasadı, mən umma tənəmasadı bunu borkə. O borkə mən bir gündə etiriş gərək. Şunda zor bu borkə. Ona o borkə çözülüb getgən. Уже yenə başlaydı ki, o yaxmaydı. Özümü zordan şət ürgətərədim. Nичего страшного. Sən zato balam qarat durubsan, buna mət durubsan. Hər gün şu taksimlap biliş gərək gününə. И обязательно özünüzə vaxt qalırsınız gərək. Heç olmasa bir geçdəmi, bir 5 mi, 10 minut mu tişinada oturuş. Heç kimin səsini eşitməyin, yığını eşitməyin. Bir məsələn əkəsinə yoki qaraşdırılan bolsa, öydə qaynada bolsa, qaynanıza bərib iltimas qaraşdırın, qarab durun desənizlər, məsələn qarab dursan, şu vaxtında yürüb işəməz. Sizə уже normanı bəcərdinizlər. Planınız var qoxsuna. Bir həftəlik plan boladı özü. Ayalı plan düzəsizlər. Öy boyunca, oqat boyunca zaqatovkalar etiş mümkün.
pishirib tayyorlab qo'yish mumkin. Baribir necha etsangizlar ham yordam kerak. Necha etsangizlar ham. Agar qaynona bilan yashasangizlar, iltimos etib, yordamlashib, baribir qaynona qarashadi masalan. Endi har xil, конечно, обстоятельстволар bo'ladi, qarashmaydiganlar ham bo'ladi. Endi bu yerda уже vaziyatdan chiqib ketib, ukangizni chaqirasizmi masalan, kimdir chaqirib yordam berish. Bunday holatda yordam berish kerak onaga, ustidan kelib olishdan keyin. Ustidan kelgandan keyin etib ketadi, hamma ishni etib ketadi. Yana o'zingizga kelasizlar, yana shu super kelinchak bo'lib ketasizlar, skoroslaringiz 100 da ishlaydigan bo'ladi, lekin hozir sizlar 30 skorosta ishlatib turasizlar. Shuni bitta tan olib bilib, принять etib turish kerak. Talablarni ozgina kamaytirib turish kerak. O'zingizda bo'lgan talablarni kamaytirib, bitta tan olish kerak, shu hozir sizlar 100 skorosta ishlab bilmaysizlar. Ozgina muddatda turib, bilgan ishcha atib, bilgan ishcha atish. Yana eng zo'ri, endi boshida bu qiyin bo'ladi atish, bu life hack mendan. Boshida do'yish kerak, uxla do'yish kerak, o'zlaringiz organizmini normaga kelish kerak. Keyin уже ortiqcha vaqt paydo bo'lganda gap so'zlar emas, kimlar bir g'iybat etish emas, vaqtingizni to'g'ri taqsimlab, to'g'ri ishlatish foydalanarsiz. Podkast ko'ringlar, sizlarga qiziqli bo'lgan mavzuda bir narsa eshitinglar. O'zingizni masalan, nima deydi bu ozuqa. Miyangizga ozuqa berib turing. O'ylab yuraysizlar. Kimlar urushsangizlar, urushganlaringizni o'ylab yuraysizlar. Uni g'iybatini aytasizlar, uni nasi bo'lib ketadi, jang bo'lib ketadi kallalaringizning ichida. Ko'r negativ bilan yashab ketasizlar. O'zini hayotini tegishli bo'lmagan, birovlarning hayotidagi muammolarni o'ylab yuradigan odamlar bor. Shuning bo'lmaslik uchun miyangizni shu telefon orqali, bir foydali narsa orqali bantatib qo'ying, shuni o'ylab yuringlar. Nechun o'ynaydi? Nechun bu masalan ekspert bunday deb aytdi yoki moda qiziqsangiz, moda bir narsasini ko'ringlar. O'qota qiziqsangiz, nechun buni preparat olibdi deb shu narsa bilan bantatinglar o'zlaringizni. Yoki опять-таки bolangizga e'tiboringizni qarating. Bolani shu to'g'ri tarbiyalashni o'rganib boshlang. Уже doğandan keyin men yana kursimni aytayman. Kursim beremenniy vaqti meni kerak. Beremenniy vaqti bir eshitib olishlari kerak. Doğandan keyin уже qo'llab boshlaydi chunki bunchalik vaqt bo'lmaydi уже o'rganishga, vaqt bo'lmaydi o'rganishga. Vaqtim bizda resurs, kam resursda. Shuning uchun уже qo'llab boshlaydilar, lekin уже bola ulg'aygan sayin meni kursimdan tashqari tarbiya kerak bo'lib boshlaydi. Tarbiyani o'ylab boshlash kerak bo'ladi. Ana tarbiya bo'yicha eshitib yuringlar, sizlar uchun foydali, sizlar onasizlar sizlarga kerak. Ana bemalol shuni ostan-ostan yo'lga qo'yib borsa bo'ladi. Shuning life hacklar endi menga yordam etgan bu life hacklar, men прогулка chiqaradim, kunimni to'g'ri taqsimlar edim, o'zimga foydali bo'lgan narsani eshitib yuradim. Birinchi beremenlikda bu faqatgina shu bolani tarbiyasi, bolani parvarishadi. Shu narsa bilan yashab o'tganman. O'yin ishlari, конечно же, taqsimlab o'tganman. Shunda men o'zimdan довольный bo'lar edim. O'zimdan nima deydim? Mamnun bo'lar edim. Что men молодецman. Men kunimga 5 plan qo'ydim, 5 ni aytib bildim. Avval men 20 dona qo'yar edim, masalan. 20 dona plan tuzib, ishonma aytishing kerak der edim. Uni, конечно же, aytib bo'lmaydi bir kunda. Ikkisini zo'rdan yo 5 ni zo'rdan aytib, bo'lmadi. 20sini ham aytchakading, aytib bilmading. Значит, sen yaxshi ona emassan, yaxshi kelin emassan degan bo'lar edi. Keyin уже ostan o'zim o'rgatdim. Yo'q, 5 ni o'zingga qo'ydingmi plan 5 ni, уже sen молодецsan. Bitta maqtab, biz dim maqtab bilamiz o'zimizni. Dimni aytib bilamiz, shu netaversak, norozi bo'laversak, bu yerda biz norozi bo'lsak o'zimizdan gazimizni bersak, shunda kuchlanib ketadi o'nir. O'yin emas. Biri уже doğandan keyin sizlar уже boshqacha shaxs bo'lasizlar, boshqacha organizm ishlaydigan bo'ladi. Shuni tushunib netish kerak. Опять-таки o'zingizni tarbiyalash. Bola 180 gradusdan onani dunyo qarashini o'zgartirib tashlaydi ekan. Ham siz aytdingiz-ku, akasidan bilinmadi u doğanı, ota bo'lgani, ular действительно bunchalik bilinmasligi mumkin, bir qarashishi mumkin. Lekin sizning hayotingiz umuman o'zgarib ketadi. Sizning qo'lingizda bo'ladi, shu hayotni jillicha yashab o'tishmi, chuqurlikda, depressiyada urishibmi yoki o'zingizni qo'lga tutib olib, hozir dim ko'p informatsiya, bepul informatsiyalar dim ko'p, o'zingizni qo'lga tutib olib, normal zo'r hayotni yashab o'tish. Shu Instagramning hayotini desak, Instagramda hech kim so'kmaydi, hech kim bilan urishmaydi. To'g'ri chiroyli hayot ko'rsatiladi. Nechadir foizini aytib bo'lsa bo'ladi. O'zlarimizning hayotdan. Ana endi Azizaxon, bizning depressiyaga o'xshaydigan yana bir narsa bor. Chaqaloqlarning tunda uxlamasligi. Meni o'zimni super depressiyalarimga sabab bo'lgan, chunki men geshdagi uyqudan voz kechish men uchun dim qiyinman. Birovlar bemalol voz kechadi, zaluk deydi. Ertangi kunduz uxlayman deydi. Lekin hamma ham ertangi kunduz uxlashni iloji bo'lmaydi, ayniqsa kelinlarda. To'g'ri. Shunday vaqtda dumni yo'shtasiz. Butun dunyo uyquda, faqat siz bola ko'tarib yurganning nima deydi, jabrdiydalik paydo bo'ladi. Uxlab yotgan eringizni ko'ra olmaslik boshlanadi. Bu nechun yotibdi, men ko'ra yurishim kerak-da. Shu dashadamiz bolani uxsin tuzish uchun.
Dım orunlu savol bo'ldi. O'zi bolaning uyqusi o'sha doğulgandan 3 oygacha ularda rejim shakllanmagan bo'ladi. To есть ma'lum bir ne bo'lmaydi, satmasat uxlamaydi ular. Prosta ular ko'p uxlaydi, aralig'ida turib oladilar. И shu turgan vaqtda ko'zini ochib o'ynab yotadi. Uam bir yarim soatgacha 15 minut bo'shib, keyin yana uxlab ketadigan bo'ladilar. Ba'zi bir bolalarimiz shu gündüz bilan gechni almashtirdi, shuning deb aytadilar-ku, bu yerda shuni normaga ikkalish mumkin. Bolani gechda kamroq, masalan, to есть gündüzgi uxuni normaga ikkalib, gechda uxlaydi aytib bo'ladi. Buni texnikalari bor. Bu bo'yicha men o'qib olganman. Chunki o'zim qiynalganman uyquda, dim qiynalganman uyqu mavzusida. Chunki nima deydi? Men ham siz deyin, gechda hamma uxlab yotganda men uxlasim kelaradi, yurasim kelmasadi. Menda dimom o'zgarish bo'lmagan, gechni gündüzda almashtirmagan, lekin do'ymasadim shu uxuga. Dongda turib olish bor edi. Siz hazat vindi uxlayman deganda, u turib oladi, hech nima aytib bilmaysiz. Siz o'ynashingiz kerak, buni o'ynatishingiz kerak. Shu uyqu bo'yicha unam texnikalari bor, unam maxsus sirlari bor, qonun qoidalari bor. Agar biz shularni rioya etsak, bola bemalol uxlab qoladigan bo'ladi. Birinchi narsasi bu birinchi 3 oyligida bolani o'zina qo'yib beramiz, kerak vaqtida uxlatamiz, to есть o'zi uxlab qoladi uni ortiqcha darpatmaslik kerak. Yana shuni aytchakman darpatish bo'yicha. 3 oyachalik darpatmay uxlatsam bo'ladi. Bolaga nima kerak? Ko'krak kerak, emizish kerak. Bolam qoni do'ysa uxlab qolaveradigan bo'ladi. Samozasыпание chet elda dim ko'p rivojlangan, dim ko'p onalar samozasыпание etadi. Bizlar dim qiyin narsa bu, yetib kelish, men o'zim shuni qo'llab ko'rganman. Samozasыпание degani bolani o'zi uxlab qolish. Shuni o'rgatish. Xonasini qo'yib ketadilar-ku, xonasini. Xonasini qo'yib uxlab qoladi. Chaqaloq davri bemalol shuni aytsa bo'ladi. Siz bilan bir xonada yotishi mumkin. Просто отдельно o'zini krovatida yotadi. Uni Qur'ona kerak, yonida emizib berish kerak bo'ldi. Ortiqcha darpatmasdan uxlatsa bo'ladi. Bizlar o'rganganmiz, bizlar miya singdirilgan. Bola uyg'odimi, latib boshlaymiz. Shu narsa uxlab qoladi. Lekin buni biz o'zlarimiz o'rgatamiz. Keyin bolada shakllanadi nechik narsa. Opa meni darpatsa, men uxlayman degan narsa shakllantiramiz. Neyronni svязь etib beramiz. Lekin bolada uyg'onni aytmaydi, opa, meni darpatsang, men uxlayman deb aytmaydi sizga. Uni bilmaydi. Beshikka solib pom-pay. Uni bilmaydi beshik baliqini. Beshik ham shart emas. Bitta beshikka nechik men nazarim. Kimdir doğru deb aytishi mumkin. Bizlar ham beshikda o'sganmiz, to'g'ri. Bugungi kunda meditsina imini aytadigan narsa, bizlar xalq qo'rqadigan narsa, oyoq qiyshiq bo'ladi. Butun dunyo hech kimda beshik yo'q. Yevropa, Amerika, Rossiya, ularda beshik yo'q. Beshik o'stirgan hech kim oyoq qiyshiq emas. Bu gena bog'liq. Uni oyoqi U-obrazli bo'lishi, X-obrazli, uni qaramaydi. Ikkinchisi beshikda ortiqcha darpatilish bo'ladi. Bolaga dim ko'p uxlatadilar, o'ynamaydilar bola bilan. Bola ham uxlashi kerak, ham boдрствование vaqt bo'lishi kerak. Boдрствование degani ko'zini ochib o'ynab yotadigan vaqti bo'ladi. O'zi rejim tuzganda men tablitsa bilan bo'lishaman qizlar bilan, tablitsada yozilgan bo'ladi. Masalan, chaqaloq 40 minut ya 1,5 soat uxladimi, keyin 15 minut o'ynab olishi kerak. Ya 20 minutgacha o'ynab olishi kerak. Bu vaqtda prosta olasizlar, gaplashib o'tirasizlar, ya prosta ses chiqarib yotadi, ko'zini ochib qarab yotadi, o'ynab yotadi qo'llarini. Bu o'ynash vaqti ham kerak. O'ynash vaqti bo'lmasa, bola keyingi uxlab ketmaydi. Bizda nishatiladi, ko'zni ochdimi? Urgitlar, darpatamiz, yana uxlab qoladi. Bola уже minatib, choy qolib miyasi nishatishini bilmay, уже kelasi olam ketgandan yana uxlab qolaveradi. Ava, gunim bilan uxlataveradilar. O'ylaydilar, beshikda zo'r uxlaydi, ko'p uxlaydi, bu yaxshi deb. Na samom деле kravatdan uxlatib qo'yadi. Menga beshikka kelganga hamma urf odatlar qilgan, lekin men beshikka solmaganman. Men boshdan bu narsani o'rganib, men imенно shu kravat moya beshikni tanlaganda men shuni aytganman, men kravatda uxlataman deb. Kravatdan beshikka yetib uxlab bergan. Rejim bo'yicha uxlab bergan. Aytilgan 3,5 soat uxlaradi kravatda. Lekin buni ham ko'p bilish kerakdan, bilimlaringiz bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan narsa bo'ladi. Kundoqlaradim, kundoqlash mumkin. Masalan, qattiq kundoqlamayman, yengil kundoqlayman. Bugungi kunda свободное пеленание yo'lga tushgan meditsina tamomlama, avvalgi yetib qattiq kundoqlamaydilar. bo'lgan ekan, SSR vaqtida qattiq kundoqlash, shu vaqtni qonuni shuningadi. Bugungi kunda u narsa talab etilmaydi, свободное пеленание atilib qo'yadi. Свободное degani erkin kundoqlash yo'lga kiritilgan, shu narsa qo'llanadi. Yengil qo'llarini, oyoqlarini natib qo'ysa, ona bemalol uxlab qoladi. Ko'krakni bersa, masalan, shuni qonini do'ydirsa yoki smesini ichirsa, bemalol uxlab qoladi bola. Bemalol samozасыпание etsa bo'ladi. Yonida siniqqamin, darpatmin, o'zini uxlatsa bo'ladi. To есть tashqaridan voy yig'lataverding, uxlamaydi o'zi, endi sen darpat uxlaydi deb bizlar o'rgatiladi-ku. Shuning vaqtida hech kim quloq solmaydi. Men samozасыпание etchakman desangizlar, aytib bo'ladi, lekin o'rganish kerak, bilim kerak. Bilim kerak. Bizda dori qidiradilar. Oqshomgina shuning bo'ldi o'zi. Mana dorixonam bor-ku.
Shunday bir mijoz gap turibdi. Bu deydi bala kechda uxlamaydi, gündüz uxlab turibdi ekan lekin. Gündüz günim bilan uxlaydi deydi, kechda uxlamaydi. Shu kechda uxlatish uchun endi uspokоить berjak bo'lib turibdi bala. Necha kechdan turuvchi bersak ekan, endi doktor yozdi, lekin yozdirib kelgan, lekin omoga qo'rqib turibdi. Endi deydi bu instinkt. ta'sir etsa, miyasini rivojlanishini ta'sir etamikan, shatin ekan deb keyin men aytdim, o'zi kechda netmasa gündüz gün uxlab turgan bo'lsa kerakmidi unga? Almashtirish kerak unda. Agar ikkisidan uxlamaydigan bolalar bor ekan. Uni korreksiya etish kerak. Uni уже izlanish kerak. Dim uxlamaydiganlarni. Agar gündüz bilan kechni almashtirsa, uni normalga keltirib bo'ladi. Uni texnikalar orqali men buni bir podkastning ichida gaplab bilmayman, ammo sig'dirib bo'lmaydi, chunki qonun qoidalari bor. Men hamisha o'rgataman. Uyqu nishatib shakllanadi kichik bolada, necha minutda uxlashi kerak, necha vaqt o'ynashi kerak. Shu hamma qonun qoidani tushuntirgandan keyin ona aytib biladi u ishni. Onalar maktabi kursining ichida bormi shu ma'lumotlar? Onalar maktabi kursining ichida bor bu ma'lumot. Meydalab hamma tablitsalar bilan tushuntirib berib qo'yibman. Qizlar mas'uliyatli qizlar o'rganadigan bemalol ongsoqgina uxlatadi. Darpatib yotmaydi. Bizda yana qiyinchilik bo'ladi. Darpataveradi, oyoqida uxlamaydi. Bir soatlab darpatadi, uxlamaydi. Keyin shatadi, oxiri o'zi horib qoladi. O'zi horib qoladi. Balam uxlab qoladi. Bola yarim soat uxlab beradi kerak bo'lsa. Biz shuncha 1 soatlik mehnatimiz yarim soatga yetadi. Biz o'ylaymiz shunchalik uxlatdim 1 soatning ichida, masalan, 1 soatdan ko'p uxlatib o'tiribmiz, endi bir 3 soat uxlab berish kerak degan ma'noda ketsak, yarim soatdan keyin turib turadi. Rasman shunday bo'ladi. Chunki onalar rejimni saqlamaydi. Uxlash vaqti bilan o'ynatish vaqtini farqlamaydilar. Ko'r uxlataveradilar. Mening bo'ladidan bola yana sizni savolingizdan ozgina chetlandim, uni ham javob berib o'taman. Bola uxlab turdi. Endi u energiyasi ko'p. Balani o'ynatish kerak. O'yinchoqlarni ko'rsatib, прогулка olib chiqib o'ynatamiz. Har oyda bu narsa o'zgarib turadi. Birinchi oyda masalan bir 15-20 minut o'ynatish kerak. Keyin bu narsa ko'payib boradi. Keyin 1 soat o'ynatish kerak bo'ladi u bolada. Shu vaqtni biz o'ynatib bilsak, dimom yonida o'tirmaslik shart emas. O'ynatasiz ozgina, keyin ishlaringizni aytib bersizlar, u yotaveradi masalan. Прогулка olib chiqib kelasizlar. Ana o'ynab bo'ldimi? Keyin charchoq belgisi gap boshlaydi. Bola bildiradi. Biz belgilarga e'tibor etishimiz kerak. Charchoq belgisi ko'zlarini ishqalab boshlaydi, asnab boshlaydi, уже imlatib kaprizni, уже ko'zlaridan ko'rinadi shu bola uxlasiga turdi. Agar ona, bu katta sir bu, uyquni sir yaxshilab tushunib olinglar. Agar ona shu payti uxlash, charchoq belgilarini ko'rib turib, to есть uxlaydigan belgilarini ko'rib turib, bolani olib uxlatib boshlasa, masalan, amizsa, qonini do'ydirib, uxlashga уже akitsa, 10-15 minutda bola uxlab qoladi. Va biza xohlagan uxlab beradi 1-2 soat. Volshebna tabletka degan ko'rinadi, lekin buni amal etsa zo'r uxlab beradi. Masalan, 1,5 soat, 2 soat achalab, nechalam uxlashi kerak bo'lsa, keyingi normasini aytib beradi. Agar biz shu charchoq belgisini ko'rmadik, bola o'zi uxlasiga turdi. Bola ana tushunmaydi navlaqani, kaprizni o'batdi. Bu charchoq belgi navga o'tib ketadi, перевозбуждение holat bo'ladi. Shuni o'zbekchasini tarjima. Перевозбуждение degani qo'zg'aluvchanlik. Shu narsa o'tib ketadi, bunda bola yurgan yeridan yiqilib tushadi. Bo'ladi. Imaklagan yeridan yiqilib tushib, to есть odatda normalniy qiladigan ishni aytib bilmaydigan bo'lib qoladi. Dim katta yig'lab boshlaydi, uspokоить aytib bo'lmaydi, kaprizni bo'ladi. Demak, biza charchoq belgilarini o'tirib berib, buni перевозбуждение o'tirib berdik. Endi bu bola uxlamaydi. Endi bu bolani uxlatishdan qiyini yo'q. Qiyini yo'q. Buni bolani uxlatib bilmaysizlar. Siri neda bu bolani uxlatamiz. Dim перевозбужден bo'lib yotibdi. Bunday qayta kuchayib ketdi nerv sistema, возбудиться etdi, buni uxlatib bo'lmaydi. 40 minutgacha o'ynaysizlar yana. 40 minutgacha vaqt cho'zasiz. Endi har oyda har xil bo'ladi. Masalan, boshida bu 40 minut. 40 minutgacha o'ynatasizlar, прогулка olib chiqasizlar, o'ynatasizlar. Keyin 40 minutdan keyin bu nerv sistema ishlash, uyquni ishlash narsadan bu texnikalari. То есть, nima deydi uni? O'zining способности mozga 40 minutdan keyin organizm tinchlanadi, miya tinchlanadi и uyquga tayyor bo'ladi. Keyingi uyquga. Keyingi uyquni 40 minutdan keyin uxlatamiz. Shunday bo'lsa kerak menimcha. Dim to'g'ri aytdingiz. Oqshom shunday bo'ldim-da, dim uxsim keldi. Lekin balla buzib berdi, uxlolmadim. Keyin absolut yo'q-da, lekin men uxlash harakat etib yotibman. Yana o'xshamaydi. O'xshamaydi. To'g'ri. Sizam shu 40 minut 1 soatgacha vaqt kerak bo'lgan. Siz chatishingiz mumkin edi. O'yin vaqti 40 minut biz ko'rinatmaymiz. Spokойный o'yinlar aytamiz. Spokойный o'yin, kitobni o'qitamiz, прогулка olib chiqamiz, gaplashamiz. Siz katta odam chatishingiz, kitob o'qishingiz mumkin. Shunda biz nerv sistemani astan возбужденный holatda, norma holatga kelib, yana uxu fazasini o'tirib berishimiz mumkin. Bolani ham shunday o'tirib beramiz.
Shuning uchun ham bizada nechun 40 minutlab bir soatlab darpatlab uxlamay yotadi. Chunki bola перевозбужденный bo'ldi. Перевозбужденный состояние o'tdi. Endi uxlatib bilmaysizlar. Shuning uchun ham bir soatlab darpatasizlar. To'xtab qolganda uxlab qoladi. Chunki 40 minutdan ortiq sizlar darpatib bo'ldingizlar, uni vaqti keldi uxlaydi. Sizlar to'xtagan vaqtda u uxlab qoladi. Chunki boshdan uyqu belgilari keldi unda. Zo'r, ishida zo'r ma'lumot bo'ldi. Uxu vaqti o'tib ketgan bolani yana qaytadan uxlatishga harakat etamiz ekan. Uni yana ozgina charchatib olish kerak ekan. To'g'ri. O'zim bilan solishtirganda dim bilib turibman. Absolut uxu yo'qolib, qaytadan neyronlashib boshlaysiz. Asabingiz o'ynab boshlaydi. Katta boladan buni qo'llasa bo'ladi. Bog'cha bolalarida, maktab bolalarida biza shatamiz, bola yurib-yuridi. Bo'ldi 9 bo'ldi uxlaymiz deb masalan chiqadilar. Ya masalan 10 bo'ldi, kimda har xil uxlatchik bo'ladi, yugurib yurgan bolani bekitib turgan o'sha uxlatib bo'lmaydi. Necha desangiz ham uxlamaydi, so'kasizmi, uni gaplaysizmi, uxlatib bo'lmaydi. Nervozdan aytib bermang. Albattaki bu yerda uyqu sistemasi ishlashini bilsangiz, siz uni ongsiz uxlatasiz. Bundan necha etish kerak bo'ladi? Ritual etish kerak. Ritual degani bilindirish kerak, что kech keldi biz uxlaymiz. Ishni yuvib boshlaymiz. Bir ritual. Pijama kiyamiz. Masalan, yuvib chiqamiz, pijama kiyamiz. Yana bir ritual. Ha biz ishni yuvdik, yuvdik, pijama kiydirmiz. Ha, demak biz uyquga ketamiz. Уже tushuncha paydo bo'lib boshlaydi. Bola bilmaydi, azon, qorong'i masalan kech tushunishi mumkindan uyquga yegan vaqtini bilmaydi, tushunmaydi. Unda soat yo'q. Hali tushunish biologik kechasi uning yaxshi rivojlanmagan. Bizning harakatimizdan biladi, что svet o'chdi, ana hamma uxlayotir. Televizor o'chdi, hamma uxlayotir. Shundan bilib boshlaydi-da. И спокойно o'ynab o'tirish. Bo'kchib turibdi hali u. Hali yuntirib chiqsa ham bo'kchib yotadi u. Возбужденный bo'lib. Shatamiz kitob o'qish. Kitob deganim bu uning o'yinlarni o'ynaymiz. Расслабляющий o'yinlar. O'njiq o'ynashimiz mumkin. Shu krevatida bir mashinkalar o'ynashi mumkin. O'tirib o'ynaydigan. Bo'kchidan o'yinlar emas, aktivniy o'yinlar emas. Yumshatadan o'yinlar. Masalan, ana mashina o'ynashi mumkin, risovat etishi mumkin, kitob o'qishimiz mumkin, сказки. Shuning uchun ham odat qilingan ertak uxlab, ertakni o'qib uxlab qolish. Ana ertak o'qib, tinchlanib, baribir ko'zni ochib yotadi u. Keyin nechik bo'ldi? Aparanni ayting deb yotadi u, har gaplab yotadi. Ostan oshatib uyquga ketadi bola. Hamma bola. O'ylamanglar, quruq chaqaloq vaqti shuning deb. Yonimdan biz harakat etamiz. Hozircha bugungi kun aychaldi. Men Imrona 5 yosh bo'lsa, Amira 2 yosh, 2,5 yosh bo'lsa, netaman, rituallarni aytamiz. Ular biladi, "Achu мы спать идем" deydi. "Мы спать идем" deyman. Keyin kitobni olib keladilar, ikkisam biz o'qiymiz. O'qib, keyin urasdan uyquga ketadilar. Уже biladilar ketma-ketlikni. Yana bir sirini aytaman, bu ketma-ketlikni har kun qilish kerak. Ona, ota ikkisam har kun qilish kerak. Bir marta o'tirib berdingizlar, shakllanishi uchun, odat shakllanishi uchun. Yana bizada odat shakllanishi uchun 21 kun kerak. Bular ham shunga vaqt kerak. Bir marta o'tirib berdingizlarmi, deyish yumasligini. Bugun yuvish mumkin emas. Ertaga ham yuvaman degan gap boshlanadi o'sha kelmasida. Bugun bir narsasini ritualni o'tirdiysizlarmi? Ertang apa oqshom yumadik-ku, bugun kerakmidi esa deydi. O'zlarimiz buzamiz. O'zlarimiz buziy bolamizdan, qonun qoidalarimizni o'zlarimiz buzamiz, ruxsat beramizdan yana buzilib ketadi. Shuning uchun bu yonida o'zlarimizni ham tutib bilishimiz kerak. Bizning onalarimiz shu volshebni sehrli tabletka qidiraveradilar, sehrli dori qidiraveradilar. Uxlatadigan dori bering. Mendim qarshima uxlatadigan dorilar, nevropatologlar to'g'ri ishlatadi bu dorilarni. Masalan, diagnozli bolalar, shuning kasalligi bolalar yoki haqiqatan перевозбужденный bolalar ishlatiladi. O'rinli joyda ishlatilishi shart va zarur. Prosta uyqu uchun, prosta masalan uyqusini to'g'rilab bilmaydi bo'lgani uchun uni shu ishlatmak kerakmi? Bu yerda uyqu bilan ishlash kerak. Yana chet elda konsultantlar bor. Men ham bu bo'yicha konsultatsiya yuritaman. Uyqu bo'yicha tushuntirib beraman onaga. U menga rejimini gaplab beradi, men aytaman, "Ishonda xato etdik, ishonni ishlatasan, ishonni ishlatasan, shunda uyqung zo'r bo'ladi." Buni o'rgataman, o'rgatish kerak. Ortiqcha dori kerakmidi? Ortiqcha dori bilan nerv sistemani biza возбужденный holatdan pasaytirib tashlaymiz desak bo'ladi-da. Keyin pianni bo'lib yuradi, pian emas, nima desam ekan, затуманенный bo'lib yuradi, quruq uxlayveradi, masalan, shu navbat уже yodimdan chiqib ketdi. Melatonin kapsulalardan chiqarasiz. Melatonin kapsula kattalar uchun, bolalar uchun melgalis bizada aptekada. Shuni pay olamiz deb o'ylanadi, o'zlarim o'ylanadi. Osanmikan, olmasammikan. Kuchli uxlatadiganlar men qarshiman, lekin melatoninlar o'rinli yerda berilsa bo'ladi. Melatonin bu bizning o'zimizni gormon, shu uxlatadigan gormoni, shuni ichgan payti ana bola tezroq uyquga ketadi. Kattalar ishlatishi mumkin. Bolalarga tana-pana kerakmidi berish. Uyquni rejimini to'g'rilanglar, shu sizlarning vazifa bo'ladi. Bo'ldi, sizlar ortiqcha kerakmidi bo'ladi. Lekin bizda o'rganganlar dori
Doktoraga yozib berishi kerak. Bir narsa yozib berishi kerak. Shu dori yozib berishi kerak. Dori yozmadimi, shuncha narsa tushuntirasan, tushungan tushunadi, tushunmagan bilmaydi ekan bu doktor deb ketadi. Chunki dori yozmadi, o'rganganlar. Опять-таки biz endi doktor bo'lganimizdan keyin, biz ishlagandan keyin mamuchkalar bilan shuning taypa bo'ladi, menga yozmang dori, menga o'rgating deydi. Men ularga o'rgatib beraman. Shu yillar keladi, bizlarga dori yozing deydi. Dori yozing dedilar. Meni qo'lim bormaydi, ularga dori yozib berishadi. Men ularga tushuntiraman, o'rganinglar deb. Eng qiyini onalar buni qilishi kerak. Qaysi ikki qo'ldan tushunaman. Shuncha o'rgatganimni sizlar ham harakat etib bilsangizlar, zo'r natija chiqasizlar. Umuman problema bo'lmaydi. Necha odamni uyida uyqu bo'yicha urush. Kechki 12-gacha yuradilar. Вообще rejim yo'q. Ozonda turib bilmaydilar. Shunday bo'ldi. Bu gadjetlarni, smartfonlarni chiqishi oqibatida miya ishlab yotaveradi. Telefonni olib qo'ymaydilar, ограничение bermaydilar, masalan, limit qo'yib qo'ymaydilar. Oilanib yotaveradilar. O'shancha ayting, o'zi shunning o'rganib qoldi. Shu bilan uxlaydi. Ответственностьni, mas'uliyatni bolaga yuklab qo'yadilar. Mas'uliyat bizada. Bolalar uchun mas'uliyatni biz olib boramiz. Siz olib qo'yib, o'rgatsangiz, shakllantirsangiz, bolasini chizig'idan chiqmaydi. Bu urush so'kish orqali emas, to'g'ri gaplashib bilish, to'g'ri galashish orqali. Uni urib, so'kaverib, u nafrat uyg'otasiz. Bolada onaga nisbatan nafrat uyg'onadi, qayta qarshi ketadigan bo'ladi, o'sha nerv sistemani sindirib tashlaysiz. U bilan gaplashish orqali natija. Kimdir aytadi, "Voy, men bolama ta'sir etmaydi." Ta'sir etmaydi qachon? Shu narsa shakllangan bo'lsa, o'sha kichik vaqtdan tayoq o'rgangan bo'lsa, shakllantirish qiyindir, lekin buni ham amali bor. Shuning uchun uni ham yo'li bor, uni qilish kerak. Опять-таки ona tarbiyalash kerak o'zini. Biz o'rganganmiz, masalan, ko'pchilikni o'yinda ya so'kish orqali, katta gap orqali o'tir dedimmi, o'tir. Shunday bo'lishi kerak. Boshqacha aytib ham gaplashsa bo'ladi. Shunday ssenariyga ulaygan bola, ular o'ylaydi, men ham kichik vaqtda shunday ekan, men ham shunday bolalarim shunda zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bugungi kunda bizda boshqa pokoleniya o'sib turibmiz. Z pokoleniya o'sib turibdi bizda. Umuman boshqacha pokoleniya. Bu pokoleniya bilan tushuncha bering o'zingiz. Bu pokoleniyani boshqacha tarbiyalashimiz kerak. Bu pokoleniya SSRni tarbiyasida o'rgan. Men SSR davrida o'qib qolganman, masalan, shuni narsani olganman. Z pokoleniya boshqacha tushunchalar kerak, boshqacha отношение kerak. Shuning uchun bizda ota-onalar ham o'zgarishimiz kerak. Demak, bizda hozir aktual mavzu, aktual savol. Onajonlarimizni qiynaydi. Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida bolalar uchun sun'iy sutlarni har xil turlari chiqib ketdi. Echki suti deysizmi, boshqacha sut deysizmi, tarkibida omega bor deydi, yana bir narsa har xillari chiqib ketdi va azaldan gapirgan o'zi tabiat bergan ona suti. Qaysi birini siz ma'qul ko'rasiz? Lekin men o'zim ham keyingi vaqtda shu sun'iy sutdagi bolajonlarni immunitetini ham yaxshi bo'la turganini xayolimga shuni ko'rib turibman. Men o'zim bolalarim ham ona sutimda katta bo'lgan, lekin ozg'in bo'lgan va men gap eshitganman, suting yuqumlanmas bilan sun'iy sutda o'tirish kerak deb, lekin bolalarim o'tmagan. Keyin o'ylayman, balkim rostdan ular sun'iy sut ichganda ular semizroq, do'mbakroq bo'lgan bo'larmidi, balkim rostdan o'tgani yaxshi bo'larmidi deb har doim o'ylanganman, qiynalganman, tayyor smes berasim kelganim yo'q. Shunga chiqarasiz. Haligacha ikkilanaman-da. Haligacha ikkilanaman. Ishlatsam bo'ladi ekanda. Bo'ldi, balkim boshqacha bo'larmidi deb. To'g'ri savol. Значит, bu haqda gapiradigan bo'lsak, ona suti. Ona sutidan boshlaymiz. Men ona sutini emizish, ko'proq shu ona suti bilan katta qilish tarafdoriman. Hamisha buni aytib kelaman. Blogimdan qizlarim shuni o'rgataman. Kursam albatta. Nechiligini tushuntirib o'taman. Ona sutiga dangaladigan ozuqa yo'q. Smes inchat foyda bo'lgan. Ona sutini tarkibini olganlar, uni o'rganganlar, ona sutini ichida nov kiradigan bo'lsa, shu narsadan smesga qo'shganlar. Ya masalan, neden biladi ona sutida nov bo'lishi kerakligini, smesda nov bo'lishi kerakligini. Smes bu shu ona sutini kopировать etib olganlar desak bo'ladi. Ko'chirib olganlar. Endi har bir любой smes, nechik номер 1 bo'lmasin, zo'r bo'lmasin, hamisha reklamasida nima deb yozib qo'yadi? Eng pastda yozib qo'yadi. Ona suti bu eng nonni bosmaydi. Bosmaydi. Eng zo'r ozuqa bu ona suti. Smes bu qo'shimcha deb qo'yadi. Ular ham tan olib qo'yadilar, shu ona suti bu номер 1. Ona sutida hech narsa dangamasligini. Hech qaysi bir smes, hech qaysi bir zo'r non smesingiz ham, echki sutidan bo'lsin, dangab bilmaydi. Nachuligini tushuntiraman. Ona sutini tarkibini antitelalar kiradi. Tirik hujayralar kiradi. Bu tirik hujayralar smesning ichida yo'q. Hozirgacha yo'q. Smesni hozirgacha ichine qo'shimchalar qo'shib boradilar. Olimlar ishlaydi. Zo'r sun'iy smes bo'lgan. Onada sut bo'lmay qolsa sun'iy smes beradi, shu искусственный narsa beradi. Lekin haligacha izlanadilar, qo'shimcha qo'shadilar, lekin shu tirik hujayrani qo'shib bilmaydilar. Chunki tirik hujayrani ko'r organizmni o'zi ishlab beradi. Smesni hech kim ishlab, voy sun'iy orqali. Sun'iy beradi.
tuzilgan. Shuning uchun eng katta farqi shunda. Eng zo'r mustahkam immunitet beradigan bu ona suti. Ona suti. Smeys sizlarga po'xa rezultat beradi. Po'xada ham bolalar xom samiz bo'ladi. Samiz bo'qqan bo'layotgan biz o'ylaymiz, samiz bo'lsa bu immunitetim zo'r, demak yaxshi boqilib turibdi, sog'lom. Bu xato tushuncha. Meditsinada bu emas. Qayta ishongan po'xa, xom samiz bolalardan qo'rqib turadilar, izlab boshlaydilar. Hamma yeri normal ishlab turibmi, hamma narsasi yaxshimi ekan deb. Ortiqcha vazn bolalar ham yaxshi emas. Ortiqcha vazn ertang sahrni diabetlar kelib turibdi. Ko'p yeb boshlashlar kelib turibdi. O'zbeklarda shu avvaldan boshi boladan do'mboq turishi kerak, qo'ling to'lib turishi kerak degan narsa bor. Shunda qarang, yana bir savol. Ona suti demak bolani immunitetini ko'tarib beradi deb turibmiz, eng yaxshi ozuqa, lekin onani o'zida vitaminlar defitsit bo'layotgan bo'lsa nima bo'ladi? Hozir onajonlarimizda kamqonlik birinchi o'chirda, boshqa vitaminlarning yetishmasligi dum ko'pda. Shunday holatlardan baribir ona suti foydali bo'ladimi? Baribir ona suti numerazik hisoblanadi, ish bilan emizilishi kerak bo'ladi. Ona suti bugungi kunda mikroba tekshirilmaydi. Butun dunyo bo'yicha, meditsina bo'yicha mikroba tekshirilmaydi. Uni tekshirish mumkin emas, chunki ona suti steril emas. Ona suti steril bo'lishi uchun biz avtoklavga kirib chiqishimiz kerak. O'ylab ko'ring. Hech kim avtoklavga kirib chiqmaydi. Bu muddat obrazni aytib turibman, steril bo'lib bilmaydi ona suti. Shuning uchun ham undan sterillik talab etish kerakmaydi. Uni tekshiraverib, mikrob qidiraverib, ko'pincha holatlarda bolani ichi og'rib turibdi, ichiga tutdi, ona seni suting yomon, to'xtatib tashlab, o'tirib tashlaydi. Dim katta xato. Ona sutini qidirmoq kerakmaydi, bolada sabab qidirish kerak. Balkim laktoza yetishmovchilik bo'lib turgandir. Balkim ichiga balkim abakayin bo'lib turgandir. To есть oqsil sutini, to есть mol sutini allergiyasi bordir. Shuncha bir boshqa kasalliklarimiz bor. Nechun bolani ichiga yetishi, nechun bolani ichidan bo'lishi, koliki bo'lishi mumkin. To есть bolada sababni aniqlab, onani masalan dietasini to'g'rilab atadigan bo'lsak, biz yaxshi natija chiqamiz. Smesga o'tirmasdan, ona sutidan voz kechmasdan. Lekin bu narsani bugungi kunachalik ko'p yerlarda sutini tekshirdilar, ana mikrob bor deydi. Конечно, mikrob chiqadi uning ichida. Tabiiy uning ichida mikrob chiqishi. U steril emas bo'lgandan keyin uning ichida mikrob chiqadi. Lekin bor. Hozir ham aptekaga stafilokokovoy mikrob chiqibdi. Demak, men boshqa joyga o'taman ekan, bu yerdan bolamni o'tirayotirman deganga. Smesga o'tirib beradilar, lekin ona suti bilan emizish kerak. Всемирная организация здравоохранения bor. Shularning protokollari bo'yicha bizada ish olib boriladi. Bizlar Всемирная организация xalqaro, nima deb aytiladi o'zbekchada? Всемирная организация здравоохранения. Butun jahon sog'liqni saqlash vazirligi. Shular ona sutini natib qo'ydi, shu nomer 1 natib chiqarib qo'ydi, birinchi bo'lib ona suti berilishi kerak deb navga o'rgatadilar. Hech bo'lmaganda dim qiynalsangiz, hech bo'lmasa 6 oychalik ona sutini berish kerak. Bu immunitet. Yo'q, emizib bilaman desa 1-1,5 yoshgacha berish kerak. Dim masalan ekstrem variantda 6 oychalik cho'zib beringlar, keyin prekorm boshlaymiz deb. Lekin prekormdan keyin ham baribir emizib yuguriydi. Yana bir yerni aytaman, nechun smeslar bizning miyamizda singdirilgan zo'r deb. Smesning reklamasi kuchli. Smesning upakovkalarida ichida nov giryanlar yozilib qo'ydi, sostav yozilib turibdi. Buning probiotiklar, buning omegalar, bir narsalar. Dum ko'p narsa kiritilgani yozilib turibdi. Ona sutini kim reklama etib turibdi? Ona sutini sostavini kim yozib berib turibdi? Bormi instruksiyasi shuni biladi. Buni yoziladigan bo'lsa, dum katta bo'ladi uni. Chunki ona sutini tarkibi har kun o'zgaradi. Sizni yegan ovqatingizga bog'liq bo'ladi. Nov yesangiz, oqsillar boy narsa yesangiz, oqsillar ko'proq bo'ladi. Yog'li narsa yesangiz, yog'i boy bo'ladi. Kasal bo'lgan vaqtda antitelo ishlab beradidan bolani kasal etmaslik uchun, himoyalash uchun antitelo chiqarib beradi bolaga. Qaysi smesh ishlatadi? Yerda yozilgan bu. Hech yerda yozilmagan. Shuning uchun bilmagan inson aytadi, smesda qara shuncha etiketkasi ulu, shuncha vaj ichine kirib turibdi, reklamasini degan kuchli. Значит, to'g'ri. Smes zo'rroq ekan. Значит, smesga ishonch kuchliroq bo'ladi. Uni reklamasi to'xtamayotdi. Ona sutini hech kim reklama etmaydi. Kuchli marketologlar ishlab turibdi uni ustida. Вот. Hamma narsa shu yerdan keladi. Biza bilmasdan, bilmagan odamlarimiz aytadi, to'g'ri, smes zo'rroq o'xshaydi, smes zo'rroq o'xshaydi, smesning tarkibi zo'rroq o'xshaydi. Ona bolani vazni ham osh yaxshi bo'lib turibdi. Shu vaqtcha o'zim. Hozir hammasi joyidan turadi kallangizning ichida. Hamma mozaika bo'lib yotgan narsa hammasi bir yilnoladi. Rostramam shuning. Shuning uchun ona sutini hech yerda maqtamaganlar uchun, hech yerda u haqda gaplamaganlar uchun smes utib chiqaveradi. Shuning uchun, hozir aytib o'taman. Shuning uchun ona sutini haqqında doğuşdan oldin beremeni vaqtida informatsiya bo'lsa, yaxshi ma'lumotlar bo'lsa, sifatli ma'lumot. Nishatib ko'paytirish mumkin ona sutini. Nishatib uni galdirish mumkin. Ko'krak kichkinami, ulimi, farqi bormi, yo'qmi, shu vajlari ahamiyat berib o'rgansangizlar, sizlarda emizish bo'yicha problema bo'lmaydi.
ikkilanish bo'lmaydi. Ko'krakka bilmaydilar. kichkina yo'q suti demak, keyin nima deydi, masalan, uji chiqmagan deydi, yora bo'lib ketadi, keyin sog'ib ko'radilardan, qara seni sutingga oq emas, yuvindi deyin, svetini qarab aniqlaydilar. Hech qaysi bir sutni svetini qarab aniqlamaymiz. Uni ko'rib mikroskop etib tekshirib berishi mumkin, lekin aniqlanmaydi. Qaymoqli bo'lgani, qaymoqsiz bo'lgani, yuqumli emas bo'lgani, umuman u narsa ko'rmaydi. Bola tug'ildimi, shu bolaga ina shu onaning suti eng zo'r hisoblanadi. Hech qaysi bir smesdan gap bilmaydigan bo'ladi. Prosta onani fikrini o'zgartirish kerak. Onani tushunchasini o'zgartirish kerak. Ona oldindan bilsangizlar, shab sut hosil bo'lishini, sut hosil bo'lish sistemasidan bilish kerak. Ona sizlarda zo'r tushuncha bo'ladi, emizishni davom etasizlar, emizishi, to'g'ri ona sutidan ishonch paydo bo'ladi. Shunda ozgina meni gaplarimda deb chiqadidan maqtab turdilar, ona sutini to'g'ri deb. Ko'pchilik yosh qizlarimizda shuni emizishni texnikasini bilmaslik, emizmaslikka sabab bo'lib turibdi hozir. Bilmaydilar. O'zi boshda bir og'riq bo'ladi, to'xtatib qo'yadilar, og'ridi, sut ham yemindiribdi. Ham sutga yemindiribdi degan muammodim ko'pchilikda bor. Ko'pchilik sutim yo'q-ku, do'maydi, shakardan beradi. Dori ichadi va bunga dorining o'zi yo'q. Foyda etmaydi. Nechun desa, foyda etmaydi. Uni aytib o'taman, sutni tushunish uchun sutni ishlab chiqishini bilish kerak. Bola dunyoga keldi, onaning organizmi уже tayyor sut ishlab chiqarishi. Sut ishlab chiqargan vaqti bola nechaklim emizilsa, nechaklim sut chiqarib bilsa ko'krakdan, shunchakli sut har kun ishlab beradi. Demak, talab va taklif qonuniga binoan ishlaydi. Shu qonun dumzo'r ishlaydi. Gunda bola 1 litr sut emib turibmi, har kun 1 litr sut keladi. Bolam do'ymindirdi deydilar. Do'ymasa ko'paytirib ko'ringlar. Unam texnikasi bor. Bu texnikani men o'rgataman, kursda o'rgataman, konsultatsiyalarda o'rgataman. Bu texnikani o'zim shaxsan o'rganib olganman, Rossiyadagi spetsialistlardan. Ansat texnika, lekin siz qilishingiz kerak bu texnika. Eng qiyin yeri qilish kerak. Men o'zimda sinab ko'rganim uchun bilaman 100% ishlashini. Kimda ishlamasa, demak qilmaydilar. Demak amal etmaydilar men aytgan gaplarimni. Men nechun bu narsani o'rgatib yuribman bugungi kunda? Nechun desa men bilimim bor. Men o'zimda sinab ko'rganman, 100% natija olganman. 100% garantiya bilan men aytib bilaman shu bu texnika ishlashini. Menda problemalar bo'lgan. Ikkinchi farzandimda sutim bo'yicha kamayib ketgan, ko'paytirganman, saqlab qolganman. Shu botda shu narsalarni o'zim ishlatganman. Keyin bo'lishib chiqqanman. Opiti yo'q bilan opiti bor inson bo'lishganni farqi bor. Kur kitobda o'qib ishini ekan degan, lekin opiti bo'lmasa bir tiyin sizda ishlamaydi. Menda tajribam bor bu bo'yicha. Necha onalarda o'sha men tajriba ko'rib chiqdim ishlashni bu texnikani, bu texnika rostram ishlaydi. O'ylab ko'ramiz, sizda masalan sut yetishmaydirdi, shubha bor, do'ymindirdi, dim smes berasingiz bor. Ko'paytirib ko'ring sutingizni. Kunda bir emas 2 litr chiqaradi aytishingiz mumkin texnika orqali. Endi 2 litr chiqarib turibdi. Lekin 2 litr chiqargan vaqti, organizm 2 haftada shu natija chiqsa bo'ladi. 2 hafta ichida ko'paydi sutingiz, lekin bola baribir 1 litr emib tursa, bu ko'paygan sutingiz yana pasayib ketadidan, chunki bola emindirdi 2 litr. Yana orqaga ketadi. Miyamiz, priroda to'g'ri ishlaydi, zo'r ishlaydi. Bizlardan ham aqlli. U aytadi, bola 1 litr sut ichtirgani yo'q, unga kerakmaydi 1 litr. Shuning uchun men ortiqcha 2 litr ishlayman deydi. Sen meni aldading deydi. Men sana 2 litr ishlab beraman. Shuning uchun yana 1 litr tushib qoladi. Lekin yana aytish mumkin, sut ko'paytirish texnikasida 1 litrni bolaga emizish mumkin, 1 litrni bank молока qilish mumkin. Bank молока degani spesialniy sutni sog'ib saqlab qo'yish mumkin. Morozilkada. Spesialniy paketchalarimiz bor. Idishlar sog'amiz, adnari reelslar ham chiqib ketgan, shuning ko'p ma'lumotlarni ko'rsatadi. Ana adnari paketika solamiz, datasini, to есть yozamiz, qachon sog'ilgan sanasini yinab boraveramiz. Dum ko'p muddat xolodilnikda saqlanishi mumkin. Morozilkada saqlanishi mumkin. Morozilkada. Bir qonuni bor. Bir marta olingan sut, qizdirilib ichirilgan sut, ikkinchi marta qolib ketsa tashladi o'sha. Ikkinchi marta yana morozilkada solish mumkin emas. Ozgina qizdirib berish mumkin demak, ozginasini olamiz, ichadigan miqdorini olib, nataslar. Butilka orqali ichirishlaringiz mumkin, lekin u butilka ichida sizni sutingiz bo'ladi, smes emas. Shunda tusham mumkin. Arimmaydigan, haqiqatda men balama ona suti ichirasin bor deydi onalar, men shuni o'rgatib beraman, bemalol qo'llaydilar. Men ham shuni aytganman, ikkinchi qizimda menda sut bilan problem bo'lgan, kamayib ketgan. Tumjonli yana depressiya tushganman, chunki birinchi farzandim 1,5 yoshgacha o'zim emizganman. Normal do'mboqqina bo'lgan. Bu qizimda 1 oydan keyin men jonli kasal bo'ldim.
aytish noqulay bo'ladi hozir men bu yerda bu kasallikimni men antibiotik ishi qaror qilindi doktorlar bilan maslahatlashib dum kuchli narsalar ichdim, dum kuchli bivaniyalar oldim, to'xtatildi, taqiqlandi menga ona suti bilan emizish. 2 hafta men shu texnikani qilib yurdim, ko'paytirish texnikasini. 2 hafta qizimni smesga o'tirtirdim majburligimdan sutimni yo'qotmaslik uchun texnikani qilib yurdim. Sog'ib yurdim, lekin u sut tashalgan. Chunki u sutni ichib bo'lmaydi, ichida dorisi ko'p o'sha. 2 haftadan keyin smesni polностью olib tashlab, yana ona sutiga o'tib ketdi. Уже ona sutida boqildi qizim. Xohish bo'lsa aytib bo'ladi. Smes o'rganib sizni rad etmadimi? Yo'q, rad etmadi. Chunki menda уже настрой, намерение bor edi, niyat bor edi, men shu qizimni nataman, ona sutida katta ataman. Men uchun muhim bo'lgan. Nechun men uchun muhim bo'lgan? Потому что men bilaman immunitet bor. Men ustidan zo'r narsa yo'qligini bilaman. Bu smes sun'iy narsa, qo'shimchalari dim ko'pligini bilaman. Shu bilim bo'lgani uchun men shuni talab etganman. Kimda bilim bo'lmasa, necha aytibdi, smes o'tsa deydi. Angsatqina, dim angsat. Men ham angsatlikni ko'rdim shu vaqtda. Birinchi marta smes qo'lab ko'rdimda, zo'r ekan bu, angsat ekan deb. Lekin bir qiyin yeri geshdan uni turib, butilkalarni hammasini taxlab, bir butilkani bir marta ishlatasiz, keyin sterillesh kerak. Uni suvni uzatib, liyilumchi suv etish kerak, qaynar suv mumkin emas dedi. Kalla og'riqidim ko'p. Eng angsat shunda tushunibman, ona suti. Shuning tayyordan olib chiqib berasiz, qizdirmoq kerakmaydi, bemalol ishlataverasiz. O'zi где-то necha foiz desam ekan, dim kam случай bor, qachon ona suti bilan emizish mumkin emas bo'lgan случайлар dim kam oz. Bu VICH, bu открытая forma tuberkulyoza, shunday holatlarda emizish mumkin emas, taqiqlanadi. Boshqa holatlarda 100% emizish mumkin. Lekin oddiy gripp bo'lgan holatlarda shunday shamollash vaqti emizish mumkin. Chunki onada antitelo ishlab chiqariladi. Bola shamollamaslik uchun ona suti aqlli bizadan, tabiat aqlli antitelo ishlab beradi. Bolani himoyalash uchun antiteloni sut orqali beradi. Bola sizdan yuqtirib olmasligi uchun. Qaysi smes shuni aytadi. O'ylanib yuradi. No bersam ekan, men yuqmaslik uchun bir Vifiron qo'yim ekan, no immunitet ko'taradigan jbarin ekan deb. Demak, emizish kerak. Emizish kerak. Ina uchun bizani sut ko'paytiradigan dorilarimiz ishlamaydi. Bular platsebo effektga ega. Platsebo effektini eshitgandirsiz. Dim jonli ishonsangiz, pustishka u. Quri ishonch hosil etsangiz, balkim ko'payishi mumkin. Hech qaysi smeslaringiz ona uchun smeslar ham chiqib turibdi. O'sha smesning ichida ona suting ko'payadi deb. Yo'q, jonli yeysizlar, yaxshi yeysizlar, vitaminlarni ichasizlar, defitsitlaringizni yo'qotasizlar, to есть дополнительный vitamin ichib yursizlar. Keyin uxlash kerak, organizm o'zidan kelishi kerak, o'ddih berish kerak, stressni minimum etasizlar. Stressdan asosiy stress, stressdan tushamiz, gormonlar pasayib ketadi, chiqishi qiyin bo'ladi ona sutini. Yana bir zo'r lifehack aytaman, emizishdan oldin yonlaringizda termosda issiq suv, romashka suv, xullas issiqlik, issiq suyuqlik tursa, bir stakan issiq suv ichsangiz oddiy suv ham bo'ladi. Emizishdan bir stakan issiq suv ichsangizlar, ko'kraklardan sut kelishi ongsat va tez bo'ladi. Chunki ichingizda issiqlik kiradi, ona tinchlanadi, stress pasayadi, ona sutga chiqishimiz ongsat bo'ladi. Hazat va mazada. Protokol ochiladi. Nechun bizning qonimizda uyg'ongan keyin sutlarimiz po'qirtab ketadi. Bu ovqatning ta'sirida emas, bu biza ovqat yeb tinchlanganimiz uchun. Yana stress yengildi. Och vaqtda hammani urishib, natib ketamiz-ku, dim stressga tushib ketamiz. Bu yerda ovqat yedik, tinchlandik. Dushda yuvingan vaqtda issiqlik tanamizga, masalan, issiq suv deyadi, sut yana po'qirtab oqib keladi. Nechun bo'ladi? Bu ham tinchlanamiz dushda biza. Shu daraja bo'lishning ahamiyati katta. Dim katta. Jonli stressda yig'lab yotibsizlar, qisilib yotibsizlar, sut qotib ketaveradi. Shuning uchun o'zingni shunning qo'l olib bilish kerak, shunning buni oldindan bilish kerak, что bilib turibsizlar-ku depressiya bo'lishini. Oldindan bilsangizlar, saqlab qolasizlar o'zlaringizni. Bo'lavermaydi endi bu ikkilanish. Ona sutim kam, onaga mindirdi, ona yig'lab turibdi, потому что sutim kam bo'lgani uchun. Mindirdi, demak mikrob bor o'xshaydi deb o'ylanaverasizlar. Do'ymindirdi, har xil shixla yeb tashlaydi. Onalik maktabining kursini o'tgan ona hazatib onalikni o'tiradi. Chunki ma'lumoti bor, bilimi bor. Hamma narsa qisqa lo'nda tushuntirilgan. O'rganib oldi, hazatib emizadi. Hazatib ko'chab chiqadi. Hech nimadan qo'rqmaydi. Уже 8-9 oy homiladorlik davrida уже kursni o'qib boshlasa foydali bo'ladi ekan, demak. 2-3 oy kerak kursni yaxshilab o'qib olib, keyin chetadilar, yodidan chiqqanda yana qayta eshitib beradilar. Yana yoddan solib beradilardan, ana angsatlik bilan o'zini aytadilar. Ortiqcha bolani nima desam ekan, dorilar bilan ham ulatirmoq kerak. O'zlaringiz ham ortiqcha dori ichmaslik
ichmasangizlar ham bo'ladi sut ko'paytirish uchun. Endi bilasizlar, shu sut ko'paytiradigan dorilar ishlanmasligini, platsebo effektga egaligini. Har bir aytib turgan gapim, o'zimda o'qib chiqarganim yo'q. Bu meditsina tasdiqlagan gap. Men imdan doказательный meditsina bilan ishlayman, isbotlangan meditsina bilan. Endi preparatni adını aytsam bo'lamekan deb o'ylanib o'tibman. Yo'q, aytmay qo'yaveradi. Chunki isbotlangan meditsina rasmi bu preparatlar bakun. Tapinglar, zagadka. Arın rasmi bu chindan bilan ishlatiladi va arzon ham preparat sut ko'paytirish uchun. Demak, bularni ham ishlamaydi deysizmi? Bular ham ishlamaydi. Chunki isbotlangan meditsina buni уже eksperiment orqali odamlarda eksperiment o'tirganlar, ulashab ishlaydi, dorini oladi. Tirik insonlarda eksperiment o'tiradilar, ko'radilar effekti bormi yo'qmi. Kuru texnika ko'paytirib beradi. Siz nechalim ko'p soqsangiz, nechalim ko'p emizsangiz, shunda sutingiz ko'payadi. Ko'krakka deyilmasa, ko'krak ishlatilmasa, bola kuru smes emyotaversa, kamayib ketadi sutingiz. Shuning uchun ham aralash ovqatlantirish bor bizda, ham ona suti emiziladi, ham smes ishlatiladi. Aralash o'tgan vaqtda ko'pincha 90% da smes o'tib ketadi, 100%. Chunki onsat olmaydigan bo'lib qoladi, sosga o'rgangan bo'ladi, butilka o'rgangan bo'ladi, уже bir de napor unin emas. Bu yondagi napor zo'r, butilkadagi уже yoqmaydi bolaga. Yana aytadi, boradi sutim ishating, kamayib ketdi, men vinovat emasman deydi. Shuni deydilar. Aslında bilim bo'lmagani uchun shu narsani upusitib o'tirgan bo'ladilar. O'zi emizib tursaydi shu vaqtda, dang masalan 5 marta o'zi 5 marta smes berilsa, danglikda olib borinib, hech bo'lmasa yarim litr sut chiqib turaveradi. Nechalim kam emsa, shunchaki kamayib ketadi. Günde 10 marta emsam, 10 marta emizish kerak. Smes paydo bo'lgandan keyin 5 ga tushib qoladi. Misol uchun 10 marta emizishni edi, 5 marta emizishni edi. Ko'krak aytadi, miya aqlli, men chiqarib beraman 1 litr dedi. Yarim litr sen bolang emib turdi. Sana dedi, yarim litr ishlab beraman dedi. Ana yarim litr chiqadi. Keyin yana kamayadi. 3 marta emadim bo'ladi. Вообще 300 gram chiqib beradim bo'ladi. Amin, astan pasayib ketadi. Astan pasayib ketadi. Shu aytgan narsamda nauni sinasa bo'ladi, sutni to'xtatish. Ayradilar-ku. Ayirgan vaqti boylab tashlab, bir kunda temperatura chiqib ketib, kasal bo'lib, stressga tushib, yana bola azob, yon tarafga azob. Buni men mягкий способini o'rgataman. O'zimda qo'llaganman, chunki mягкий способini yumshoq metodi. Shu aytganimni sut emizishni ostan-ostan kamaytirish. Aytdim-ku, kam emsa kamayib ketadi. Kam emizib, ostan chiqarib beramiz. Dum zo'r metod. Oddiy narsa. Buni bilsangiz, modilnazab gençlik dori buyurasiz, bir dori ayting. O'zim aptekada bez retsept men berasim kelmaydi shuning dorilardan. Ular bir kuchli ta'sirga ega bo'lgan dorilar, masalan, Dastinexlar. Lekin dum so'raydilar. Doringizni. Shuni ayting, deb aytdim. To'g'ri, to'xtatib tashlaydilar ular. Har holat gormonlarni deb. Demak, astan-astan kamaytirib borish kerak. Chunki gormonlarni pasaytirib tashlaydilar birdaniga. Biz boylab tashlasak ham gamidda bo'lamiz. Har kun 1 litr chiqarib turgan organizm ertaga ham 1 litr olib chiqib beradi sizga. Boylasangiz ham, nishatsangiz ham, sko'shlasangiz ham. Baribir keladi, baribir teshib ketadi. Ona buni og'riqni chidashi qiyin, o'ta qiyin. Shuning распирающий bo'l bo'ladi, shuning og'ir, kuchli bo'ladi. Bu yerda обязательно ozgina sog'ib o'tirish kerak. Chidab o'tir, kuchlisan. Yo'q, unda emas. Odamni azoblab, qiynab, endi avvalgi metod shu edi. Bugungi ina ko'rib turibsiz, zamon o'zgargandi. Bugungi metod boshqacha. Bugun boshqacha yo'li bor buni kamaytirishni. Yengilroq yo'llar. Kim o'zini azoblasiga emasa, yengil yo'lini qidirsa, bemalol organizm ham emas. Bola ham minus emas. Bolam ostan chiqib ketadi. Birdan neda u to'xtatib tashlashni, ostan to'xtatish yerda. Shunday deb organizmni himoya qilib, organizmga necha deb desam, yumshoq yondashib, berежно отношение etib, ona sutdan ham chiqarishimiz mumkin. Sutdan ham ko'paytirishimiz mumkin. Smes haqida gaplashadigan bo'lsak, smes meni hech qarshiligim yo'q. Agarda onada tanlov bo'lganda, ona suti yoki smes, bu vaqtda ona suti bo'lsa, ona sutini tanglanglar deb o'rgataman. Lekin shunday vaziyatlar bor, ona suti bilan emizib bilmaydi, ibida smes tanlashni to'g'ri keladi. Halamam smes bor deymiz shunday vaqtda, chunki biz boshqa nom bilan oziqlantiramiz bolani. Ibida уже tanlov ketadi, zo'r smes, yaxshi smesni tanlash. Qaysi zo'r smesni tanlash kerak? To есть, qaysi smes zo'r hisoblanadi? Sizning bolangizda tushib ketgan smes eng zo'r hisoblanadi. Uni nomer 1ligi, uni brendi, uni maqtaganlari, reklamasi kuchli smes sizning bolangizda to'g'ri emasligi ham mumkin. Sizning bolangizda ichaklari, masalan, katta torda chiqishi yaxshi bo'lsa, qusishlari yo'q bo'lsa, vazn olishlari yaxshi bo'lsa, qaytarishlari yo'q bo'lsa, dashmon yetgan bo'lsa, demak sizning bolangizda smes tushdi. Bu doktor bilan aytiladi, buni 5 minutda tanlanmaydi.
nachitlara tushdi bu smesni ishlatamiz и bemalol shu smesni ulaytirsak bo'ladi. Единственный smesni tarkibini o'qib tanlash kerak, chunki smesni ichine дешевый produktlar solinadi. Ba'zi bir vaqtlarda arzon mashya deymi? Xomashyolar, arzon narsalar solinadi. Shuning uchun ham ba'zi bir smeslar yaxshi emas. Shuning uchun ham smeslarni ko'p narsa taqiqlaydi, kerakmaydi. İçine dешевый vajda solinib turibdi, baloga zarar bo'lgan narsalar solinib turibdi deb. Lekin smesi yaxshi sostavlar bor, buni tanlash kerak. Balangizga to'g'ri tushadigan smesni tanlash kerak. Chunki hozir ham har xil mamushkalar ko'rib o'tiribdi, kimdir smesda ulaytirgan, ikkilanishi mumkin, xato aytibmanmi, nechik bo'ladi? Yo'q, smes bor, ulaytirdik. Bunda ham yaxshi vazn oladi bola. Vaznda emas. Bunda ham immunitet kuchliroq ona sutida bo'ladi. Endi bu bolalarimiz ham nima desak ekan? Smesda ulaygan bolalarimiz ham nisbatan ona sutida ulaygan bolaga farqlanib turadi. Ashuni yeri bor. Lekin bu tanlov. Men majburlamayman onalarni. Ona sutida emizib turmaslar majburlanma. Chunki ona dim stressga tushib ketadi uning vaqtida. Men bu yonda ona sutida batsam, lekin u emizib turmay, qo'ldan gelmay tursa, уже bular smesi o'tib ketadi. Bu onaning tanlovi. Men buni tanlov etib beraman. Men ikki tarafdan ham gaplab beraman, tushuntiraman, o'zing tanla deyman. O'zingga o'ng'ayli bo'lishi kerak. Bu onalik davri ona uchun hazat o'tirishi kerak. Qiynalib, azoblab, o'zini yeb, o'zidan norozi bo'lib emas. İtak qiyin davr, bu qiyin davrni ongsaatlashtirish kerak. Lekin smes bilan ongsaatlashtirish emas. Prosta tanlovni ona o'zi qilib bilish kerak deb o'ylayman. Men tushuntirib bildimmi deb o'ylayman. To'g'ri tushundim. Ya o'zingiz gapingiz bilan aytsangiz bo'ladi-dan, nechik men uni chiqarjakim. Yo'q, ayrim sabablarga ko'ra bolasini sun'iy sutda o'stirayotgan onajonlarimiz ham o'zini aybdor his qilmasin deyaksiz. O'zini aybdor his qilmasin. Ularning bolalari ham baribir sog'lom bo'lib, voyaga yetadilar. Baribir bu nima desam ekan, bir joyi kamiz degan gap emas-da. Gap emas. Chunki ichine yaxshi narsalar solinib turibdi. Aytdim-ku, quri bir tirik hujayrasi yo'q u smesning ichida. Maksimal darajada zo'ratib ishlanib berib turibdi. Maksimal darajada ichida qo'shimchalar qo'shilib yotibdi. Shuning uchun ular ham yaxshi aytib chiqarilib turibdi smeslar ham. No, iloji boricha ona sutini bergan ma'qul. Baribir men shuni tarafdori bo'lib qolaman. Albatta biz vaziyatga qarab ishlaymiz. Onaning talabini, bolaning talabini, vaziyatga qarab hamma narsa umumiy olib, shifokor o'zi solishtirib, keyin уже bir мнение keladilar. Chunki mendan maqsad onani ich-ichidan yeyish emas. Naborot onani diklab berib, onani shu depressiyadan chiqarib, yordam berib, onaliklarini ongsaatib o'tirish tarafdoriman. Rahmat, ajoyib ma'lumotlar bo'ldi. Onasida va smes haqida. Shunday qilib, Azizaxon, onalar maktabi kursi bu kimlar uchun? Kimlar uchun tavsiya etasiz? Bu birinchi marta ona bo'layotganlar uchunmi yoki ikkinchi marta ona bo'layotganlar uchun ham kerakmi? Va bu qanday yaralgan, shu haqida aytib bersangiz. Onalar maktabi kursi bu ikkinchi farzandimni tug'ilgan vaqti yaralgan kurs bu. Aytib o'tganimning birinchi farzandimdan qiynalganman, ma'lumot yig'ganman, shu vaqtda meni o'zimga shuning kurs kerak bo'lgan. Necha shuning narsa ishlab chiqmabdilar, necha shuning narsalarni topmabdilar, shu kurs yaratmabdilar. Shuni oddiygina o'qib, vaqtimni ham kam sarflar edim, spokойно o'tirar edim deb shuni orzu etganman. Ikkinchi qizimda shuning bir g'oya keldi. Shuning narsa natsam, nima deydi uni? Tashkillashtirsam, shuning kurs yaratsam, nechik bo'ladi ekan deb o'zimga aytganman. Shu vaqtda shuni izlab tushib, kurs yaratib boshlaganman. Kurs yaratishdan ko'p vaqt ketgan, necha yil men tajribam, necha yillik tajribam, o'pitim, bilimlarim kiritilgan. Buni men avvalo kimga tavsiya etaman? Birinchi marta ona bo'latirganlar. Bularga dim kerak. Bu narsa, lekin undan tashqari meni kursimga 3-marta, 4-marta, 5-bolasini tug'gan onalar ham yoziladi. Opitni mamachiqalar. Aytishlari mumkin, bularga nima kerak? Opiti bor-ku, nima o'rganadi deb. Ishonim, ular ham dim ko'p narsa o'rganib turdilar. Chunki hech kim hali bugungi kungacha o'rgatmagan, tushuntirmagan, что millat parvarish etish kerak, millat boqish kerak, yig'ilganda millat etish kerak. Shulardan men dim o'ziv kutaman, har safar o'zim so'rab olaman. Sizga yangilik bo'ldimi deb. Hammasi 100% довольный
bo'ladilar. 100% hammasi aytadi, что "Ava biza yangilik oldik. Men bildim" deydi. Orqa ikki bolamni xato to есть xato parvarish etganimni. Eshitib o'tiradilar kursni, aytib o'tiradilar. "Ish bolam ishida xato etibman. Inamning yerida kindikini xato parvarish etibman. Dirnoqini xato olibman. Masalan, shamollaganda xato etibman" deb xatolarni bilib o'tiradilar. O'zlarini primyerini ko'rib o'tiradilar. Ular ham aytadi, "Avval ne dedingiz?" deydilardan, keyin "Avval bu kurs yo'q edi. Shuni narsin dedi" deyman. Shuning uchun ham bu kurs hammaga foydali. Bu kursni обязательно беременный vaqtda o'tsangizlar yanada foydali, chunki sizlarning vaqt bo'ladi. Hali farzand dunyoga kelmadi. Ortiqcha vaqtingiz bor. Eshitib olishga, o'rganib olishga. Keyin esa уже to'lg'andan keyin yodingizdan chiqqan yerni yana eshitib yursa bo'ladi. Shuning uchun xamador payti o'rganib olsangizlar, onaliklarni onsat yengil o'tirasizlar. Bu moda uchun emas, bu o'zingizni xotirjamligingiz uchun kerak kurs. Baribir bizada sarpo qilinadi bola, shuncha vajh olinadi, lekin bizada o'rganmaganlar bilim olishi, navga kerak, biza bormiz-ku, nechatasan, navni o'rgatadi. Qo'shilishamo internetda to'liq ma'lumot, lekin uni ochib ko'rmaydilar baribir. Ko'rmaydilar, internetda qidirib o'tirish kerak. Men shuncha birinchi farzandimda shuna getirdim-ku vaqtim qidirisha. Bu kurs shuningdek mukammal yaratilgan 10 ta darsi bor ichida, 10 ta darsning ichida tish chiqisham bor, uyqusi ham bor, prekorm, qo'shimcha ovqat qo'shilisham, ona suti, hamma narsa bor. Bolani 1 yoshgacha kirgizib olincha bolalarni jamlagan. Hamma narsa kiritilgan, qaysi dori ishlatish kerak, qachon dori ishlatish kerak, qachon nima qilish kerakligini o'rgatib qo'yibman. Shuni olasiz, dish chiqyaptimi, dish mavzusini o'qiysiz, aytganlarni qilasiz, bo'ldi. Sizlar ortiqcha problema bo'lmaydi. Ortiqcha vaqt ketirmaysizlar, ma'lumot izlashga. Qisqa lo'nda qilib o'rgatilgan, eshitib olasizlar, qilaverasizlar. Hech kim maslahat ham kerakmaydi sizlarga, chunki meditsinadan gap chiqib yaratilgan bu kurs, faqat faktlar bilan tuzilgan bu kurs, faqat доказательная meditsina tan olgan dorilar bilan to'ldirib qo'yibman buni ichini. To есть tanapana dori ichirmaysizlar. Bolani fiziologiyasini, anatomiyasini o'rganib, ona kerak narsalarni o'rganib, masalan, yondashsa bolaga instruksiyadan bu, tabletka instruksiya bor, bolaga ham instruksiya beradi. Mening kursim shu instruksiya. Men o'zi hayotimda hamma narsa instruksiya yaxshi ko'raman. Ovqat pishirishda instruksiya bo'lishi kerak, retsept. Nav solsa zo'r chiqadi. Boladan shuningdek, bolaga ham instruksiya kerak. Necha to'g'ri parvarish etsa, sog'lom bola o'stirib bilaman. Bola bo'ladi. Spokойный bola o'sishini ana shu orqali natsak bo'ladi. Yana birna depressiya bo'yicha aytchakman, qiynaladi on. Ona o'ylaydi, gulib yursam, yaxshi kayfiyatda, ko'rmasam, tashqaridan gulib yursam, bolam tinch bo'ladi deb o'ylaydilar. Lekin aslida bola bizning yuzimizni emas, ichimizni o'qiydi. 100%. Sizlar Rostaniyada bo'lsangizlar ham, uzoqroqda masofada bo'lsangiz ham sizni his etadi. Ichingizdan yig'lab yotgan bo'lsangiz, qisinib, azoblanib yotgan bo'lsangiz, lekin bu yerda gulib turgan bo'lsangiz, bolasini gulganingizni ko'rmaydi, ichingizni his etadi. Bola baqirib yig'lab boshlaydi. Onalar dori qidirib boshlaydi, tinchlantiruvchi. Vida bolani emas, onani tinchlantirish kerak. Bir tiyin 1000 dori ichiring, bola tinchlanmaydi. Qachon ona tinchlanib o'zidan kelganda, bola ham spokойный bo'ladi. Chunki ko'p они спокойные bola, то есть мамочкалар, у которых bolasi спокойный. Shuni onalar havas etadi. Sen o'z problemang yo'q, sen spokойныйsan, shuning uchun bolang spokойный deb natadilar. Lekin aslida u ona qanchalik harakat etib turganini siz bilmaysiz. Chunki u o'zini tutib o'tiribdi. Spokойный holatda tutishga o'rgangan. Shuning uchun bolasi ham spokойный. Va siri ham shuni ichida. Siz spokойный bo'lasiz, bolangiz ham spokойный bo'ladi. Kindik bog'liqligi bor. То есть пуповинная связь. Bu пуповинная связь 7 yoshgacha nima deydi uni? Bog'liq bo'ladi. 7 yoshdan keyin uzilib ketadi. Shunday holatlar bo'ladi. Masalan, o'sha ulug' bolalaringiz chaqirmasangiz ham, "Apa, men chaqirdingizmi?" deb keladilar. Xiyolingda siz chaqirgan, lekin siz shuda, masalan, kuxnyada turib, u boshqa komnatada o'tirgan bo'lsa, chaqirmasligingiz mumkin. Ichingizdan aytasiz. Tam Imron beraga ket deb, hozir Imronni chaqirishim kerak deb xiyol bo'ladimi? Shunday kirib keladi. Потому что пуповинная связь 7 yoshgacha bor. Keyin aytasiz, "Men og'zimni ochib, hali og'zimni chiqarib sen chaqirmadim-ku" desa, "Esa men eshitganning bo'ldi" deydi. Bu eshitilish emas, bu пуповинная связь shu daraja kuchli bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham полностью отражать etib beradi. Bu zerkala bo'ladi. Bizning oyna deb aytiladimi? Ichki holatimizni bola bizada tashqaridan ko'rsatib beradi. Yig'lagani bilan, kaprizli bo'lgani bilan, shuning uchun ham kurs kerak, ma'lumot kerak, bilim kerak. Bizlarimizni spokойный his etishimiz uchun, spokойный onalik davrini o'tirish uchun. Rostdan onajonlarimiz bolalar uchun shuncha ana pressivka krem, undan tashqari shuncha dim ko'p ishlatadilar. Oladilar, lekin rostdan bilimi pul to'lashi hali
Halkımız endi tayyor bolup gelýär lekin. Doğru şu. Bu kurs ýene näme taraflama zor. Mablağyňyzny ekonom etip beradi. Artykça daramysla, gerekmidon daramysla, gerekmidon giyimlenemamysla. Niçelim nerseler çıkıp atdı balla üçün prispособление. Vam gerek de bir reklamat edile, vam gerek de bir reklamat edile, ona bilmeyin kaladı. Hem nerse alası geledi. Lekin aslında bu hem nerse gerekmiydi. Gerek nerse sanaklı. Şu taraflardan utup çıkasla. Lişkin nerse amin, gereklerini alıp sağlam ana ansatqana bolağınızda östürəslə. Rost aynen. Özüm bu üçüncüden gerek bolğan bolar edi. Bäribir. Многодетный мамочкаларам okuydu. Ava, tinçkana balanı östürüş üçün bäribir şu wagtda gerek ekan. Bu Hem anacalarımıza tavsiye kılamiz. Azizane şükürsünü. Ava, bu puldan kaçışlarınız mümkün, nauga gerek dep, lekin şunu bilimini algandan keyin уже bilesizler, что bu arziydi on kurs. Уже 2 yıldan beri bu kursni yürütüp geledirman. Уже neçe onalar okup çıktı. Birem yaman otsuf amaganma, hemmesi довольный, razı bolup keterler. Bu kursni öğrengenden keyin. Kursa dostуп постоянно. Bir de tariflarımız var. Ava, kızlar kızıksanızla yazışlarınız mümkün. Administrator cevap beradi. 2 tarif var bize de. Tarifa karab netilgen. Tarifa karab. Boldu. Başladı. Ne olsam eken? Talebe yok ne deydi? Sпрос предложение. Talep teklif. Ava. Talep teklif. Talep boğan şunin VIP tarifimiz var, adli standart tarifimiz var. Şuna karab ana kızlarımız öğrenip alsa boladı. Demek bize de navbatdagi savol Azizaxona. Bolani qo'shimcha ovqatlanishga o'tirish, ya'ni prikorum. Bu qachondan boshlanishi kerak? Hozir men yangi bilimlarga asoslanishini gaplashtirdim. 6 oylikdan shu boshlash kerak, chunki onani suti orqali yoki o'zi homila orqali yetib borgan temir shu 6 oylikda o'zini zapasini yo'qotadi va biza bu yandan qo'shimcha temirga boy mahsulotlarni boshlashimiz kerak. Balada vitaminlar yetarli bo'lishi uchun deydilar. Lekin avvalgi qadimki gaplarimiz bor edi. Iloji bo'lsa 1 yoshgacha ishni bermash kerak, 8 oygacha ishni bermash kerak. Balani ichi buzilib qo'yishi mumkin, bola yaxshi hazm etmasligi mumkin. Agar sutinga to'yib turgan bo'lsa 1 yoshgacha ishni bermay qo'yaver degan tushunchani eshitganman. Va yana bir narsa 3 oylikdan gashirni, palovni gashirini ezib yedirish. Biz yedirganmiz masalan. Qaynanam yedirganlar shunday deb. Palovni gashirini yedirib boshlanlar, keyin bananni boshlaganlar 3 oydan o'tgandan keyin. O'zi qachondan boshlash kerak qoidasi bo'yicha shu haqda savol. Prikorum bu aslında ne degan? Prikorum bu qo'shimcha ovqatlanish, kiritish balani ratsionuna. Prikorumni kiritish vaqti 4 oylıktan 6 oylık arasın masafada şu aralıkta girizish kerak bo'ladi. Ba'zi bir bolalarımızda ertaroq kiritiladi, ba'zi bir bolada 6 oya yaqin kiritiladi. Akno tolerantnosti deb aytiladi, shu 4 oydan 6 oygacha bo'lgan muddat. Lekin biz hamisha qistonmaymiz kiritishni. Bolada xohish paydo bo'lishini kutamiz. Va da test o'tiramiz. Test degani bola ovqatga tayyormi yo'qmi? Bolada tayyorgarlik bo'lsa, ovqatga qiziqish paydo bo'lsa, shunda boshlasa bo'ladi. Shunda biza to'g'ri boshlagan bo'lamiz. Bolani nima desam ekan, tayyor bo'lganini ko'rib boshlasak, u xohishi bilan yeb boshlasa, bu to'g'ri boshlagan hisoblanadi. Majburlikdan, ertadan biza yedirib boshlasak, hali unda xohish yo'q. Biza ertadan shu ertang bu bola ovqat keladi, ovqatdan отказ berishini, saylab yeyishini kerak bo'ladi. Ertadan berib boshlaganimiz. Evde oturup ovqat yedigan vaqtda bir bolalar talpinib turadi, ovqat andattirib yesi kelib turadi. To'g'ri aytdi, bu testga kiradi. Где-то уже 5 oyliklarda bolani olib, общий stol o'tirish kerak bo'ladi. Общий stol o'tiramiz, o'tirgan vaqtda ko'rib o'tirishi kerak. Ota-ona stolda nima qilib o'tirdi? Necha ovqatlanib o'tirdi? Tartib nechik? Shuni ko'rib ulaysa, уже ovqatga talpinishi boshlanadi, rivojlanib boshlaydi. Qashqingizni so'rab boshlaydi, boshqa vajizni so'rab boshlaydi. Shunda muhim testni aytib o'taman. Qashqingizni so'ragan vaqtda yalab, o'ynab boshlasa, demak bu bola tayyor emas ovqatga. Ya yalab boshlaydi, tayyor o'xshaydi bo'ladi. Tayyor emas bola, prosta o'ynab o'tirdi, o'yinchiq aytib. Agarda ikkinchisi qashqni olib, yalab boshladi, ichida yeyishni yo'qligini ko'rdi, otib urdidan yalab boshladi. Bär ovqatni da qo'lingizdagini olib, tarelkadagini olib yalab boshladimi, bu degani bu ovqatga tayyorgarligini bildiradi. Bu yerda prikorum boshlashimiz mumkinligini bildiradi.
Shuning oddiygina test belgisi. Balani moslashtirish uchun hamisha stolga olib o'tirish kerak. Undan gizlanib yeyish emas. Gizlanib deb nechun aytaman, onalar hazrat balani uxlatadilar, endi orqani choy iching, endi orqani yeyman deb o'tiradilar. Ko'rsatmaydilar bolaga shu jarayonni. Ko'rmang qo'yaversin, keyin boshlayman deb. Lekin buni ko'rsatib borish kerak. Namuna sifatida bu o'rganib borish kerak. Shu oila o'tirib ovqatlanib o'tiribdi. Shu akam ham yeb turibdi, opam ham yeb turibdi, ukamlar yeb o'tiribdi, og'amlar yeb o'tiribdi deb. Shularni ko'rib o'tirish kerak. Shuni ko'rsa, unda tezroq shakllanish paydo bo'ladi. Shakllantirish ham bizga bog'liq bo'ladi. Erta boshlash mumkin emas, inasaytda 3 oylikda, chunki ichak sistema tayyor emas. Bu narsani hazm etishga tayyor emas. Biz ertadan ichini getirib qo'yamiz, ichini buzib qo'yamiz. Ana ketdi keyin buni davolash kerak bo'ladi, восстановление kerak bo'ladi. Даже vaqtida boshlanmasalar, то есть ertaroq yana boshlab qo'yganda keyinchalik ham kiritgan to'g'ri prekorimiz sinish qiyin bo'ladi. Chunki boshida biz уже buzib qo'ygan bo'lamiz. Boshida buzdizlami, buyog'i qiyin bo'lib boraveradi. Har safar ichiga ketaversa, har safar kasal bo'laversa, prekorim to'xtatiladi. Bola davolanadi. Bola davolanib bo'lgandan keyin yana prekorim boshlanadi. Shuning tartibida ishlanadi. Bola kasal vaqtida prekorim ishlatish mumkin emas, berish mumkin emas, to'xtatilib tashlaydi. Ondan chekli vaqt siz surib boraverasiz prekorimni kiritishni. O'zingiz shu erta boshlagan uchun. Shuning uchun eng optimalni shu 6 oylikka yaqin davrda уже boshlasa bo'ladi. Nimadan boshlaymiz? Nimadan boshlaymiz? Birinchi bola yeydigan birinchi mahsulot nima? Bizada bolaga qarab tanlanadi. Prekorim hamma bir xil tanlanmaydi. Masalan, vazni yaxshi bo'lsa, vazni olishlari yaxshi bo'lsa, bu bolamizga biz gipoallergenli sabzavotli pyurelardan boshlashimiz kerak. Bu kabachki, brokkoli, tsvetная kapusta. Shularni pyure qilib, biz yedirib boshlashimiz kerak. Chunki bular gipoallergenli, allergiya chaqirmaydi. Biz kiritsak ham yaxshi singiriladi, yaxshi hazm bo'ladi, bizlar ortiqcha problema orttirmaydi. Dashmaydi, ichiga yetmaydi. Agar biz provotsiрующий produktlardan boshlasak, то есть shuni chaqiradigan produktlardan boshlasak, yana ichiga tiqiladi, yana kasallikka tashlaymiz bularni. Ni в коем случае shu ichlarini getirmang, qaytartirmang, shunday kiritish kerak, to'g'ri kiritish kerak. Shunda to'g'ri kiritilgan hisoblanadi. Yana vazn ko'p bolalar gipoallergenli sabzavotlardan boshlaymiz, vazni kam bolalar kashalardan, безмолочный kashalardan boshlaymiz. Bu рисовый безмолочный kasha, гречневый безмолочный и кукурузный безмолочный kasha. Shu 3 kasha. Shu 3 kashani kiritib boshlaymiz. Vazni kamlari kamlari va kashadan boshlaymiz. Ana shunda уже bu to'g'ri kiritilgan prekorim hisoblanadi. Ko'p onalar xato o'ylaydi, prekorim boshlab berdim-ku ovqatni deydi. Birdan hamma narsa yedirib boshlaydi. Mumkin emas unda etish. Birdan hamma narsani singirib bilmaydi. Biz bir produktni 3-5 kun ichida kiritamiz. Har kun bir xil narsa yedirib bilamiz organizm o'rganishi uchun, shu vkusni yodida qoldirish uchun, shu ta'mni eslab qolishi uchun, ertaga boshqa narsa bilan aralashtirib qo'yganda farqlab bilish uchun, organizm o'rganishi uchun. Tekshirish allergiya bormi, yo'qmi? Shu mahsulotda. Shu daraja qonun qoidasi ko'p, buni hozir 5 minutda emas, hammasini aytib yetirish qiyin. Eng asosiy yerlarni aytib o'taman. Xatolik atadiganlar o'ylaydilar, qo'shimcha boshladim, ona sutini to'xtataman deb. Yo'q. 1 yoshgacha bo'lgan bolaga asosiy ovqatlanish bu ona suti. Yoki smes ichib turgan bolalar. Qo'shimcha ovqat emas. Qo'shimcha ovqat shunchalik ham qo'shimcha, prekorim. Qo'shimcha berib yuramiz bolani o'rgatish uchun. Keyin bora-bora общий stol o'tirib beramiz уже 1 yoshina yaqinlashganda. Lekin qo'shimcha deganda ozginadan yedirib yurish. Birdan 3 mahal yedirish emas. Birdan ko'p ovqat yedirish emas. Organizmni o'rgatish bo'ladi. Shuning uchun ham ozgina prekorimni yedirib kirib ko'ramiz yoki smesini beramiz. 1 yoshgacha asosiy ovqat baribir ona suti yoki smes bo'ladi, hisoblanadi. Shuni esimizda tutish kerak. Ana go'shtli mahsulotlar keyinchalik o'tiladi. Bu hammasi payetapni qo'shilishi kerak. Hamma narsa qo'shamiz biz. Hamma narsa qo'shilishi kerak. Vitaminlar, boy narsalar, go'sht mahsulotlar, oqsillar, tuxum, yogurtlar, tvoroglar hammasi qo'shiladi. Ketma-ketlik bilan. 8-9 oyliklarga qarab уже tvoroglar qo'shilib boshlaydi, qatiqlar qo'shilib boshlaydi. Молочка bizada baribir, то есть именно sut, soft sut 1 yoshgacha berilmaydi. Mol suti, soft, mol suti berilmaydi keyinchalik. Eng muhim joyi shakar bilan tuz. Chaqaloqlara shakarli ovqat, tuzli ovqat qilinmaydi. Ichine shakar, tuz solinmaydi, mumkin emas. Chunki pyurelatga vaqtimiz ham demak o'zini ezamiz. Dabaramiz. Mindat bermak kerakmaydi, o'zlarini ezamiz. Chunki bolaning retseptori hali sho'r, ajji, farqlamaydi. Biz uni o'rgatmasligimiz kerak. Bular tabiiy narsani o'rganishi kerak, farqlashni. Tabiiy shu tsvetная kapustani, tabiiy go'shtni ta'mini bilishi kerak. U bilmaydi, "Apa, sen tuzsiz etding,
Manga berme deb aytmaydi. Yoki ichine shakar solmab men yeyman deb aytmaydi. Ular bilmaydi, tushunmaydi. Novuga o'rgatib bersak shuni moslashadi. Lekin orasini buzib sho'r emas, dozli ovqat qo'shib qo'ysangiz, shakarli mahsulotlar qo'shib qo'ysangiz, конечно o'rganadi. Nechun qo'shamiz bu narsalarni? Bu ta'm beradi. Ta'mli narsa bersak, уже bizga ta'msiz berib turgan narsalarimizni yemaydi. Lekin bizning ichimiz o'shadi. Bolam-ku, shunday narsa yediramanmi? Ta'mi yo'q, neden mazasiz? Конечно men bolamni yaxshi ko'raman, конечно yaxshi narsa beraman deb, mazli narsa beraman, mazli narsa atib beradilar. Lekin bolaga imенно shu ta'msiz, shakar dozsiz bo'lgan narsa kerak. Uni ehtiyoji shunda. Biz o'zlarimiz fikrlarimiz bilan o'zlarimizni aytib tashlaymiz. O'zlarimizga yoqadigan ta'mni berasimiz keladi. O'zlarimizga yoqadigan narsalarni berasimiz keladi. Shuning uchun mumkin emas 1 yoshgacha doz bilan shakar qo'shib. Men shuni aytib 2 bolamni tarbiyalayapman. Doz shakar o'rgatmang. Shakarni 2 yoshdan keyin shokolad shu narsalarni kiritganman. 2 yoshdan keyin. Bu ham kuch. Bu ham katta bir natija. Chunki ongsiz emas, undan voz kechtirib. Lekin ko'pchilik hozir eshitib o'tirganlar, voy bechora bolasi shakar yemabdi, shokolad yemabdi deb ishlari o'shishi mumkin. Ishlari o'shmasin, u ne holatda. Bu meni o'zimni bola yemadi, nechuk uning mumkin deyishi mumkin. Shat bundatsa bo'ladi, mumkin. Agar sizda shuning niyat bo'lsa, siz aytishingiz mumkin. Chunki men bolani dishlarini o'ylaganman. Birdan shakar o'tirib ketsa, sizlarni oddiy ovqatlaringizni ham yemaydi bo'ladi. Bugungi kunda navda problema. Chips, kola, sok, hamma narsa o'tib ketgan bola. Normal ovqat yeydigan bola kam. Uyda pishadigan ovqatlarni yeydigan kam bola. Hamma narsa nedan gap chiqadi? Prekorumdan gap chiqadi. Xato kiritilgan prekorumdan. Ichlari o'shib shakar dozli vajlar beradilar, ana keyin ketdi. Undan ham kuchli narsalarni talab etib boshlaydilar. Masalan, mehmonga borganda nechik bo'ladi? Shokoladni yesiga nima deysiz shu yerda? 2 yoshgacha bo'lgan davrdan chatganman. Это тебе nельзя deb aytaram, mumkin emas. Davay boshqa yerga qo'yamiz deb aldab-soldab netganman. Lekin keyin уже berib boshlaganda ular tashlanib yotmaydi. Shu narsa bo'lmagan. Men uydan qo'yib qo'yaman. Hozirgi kunda bolamni 5 yosh, 2,5 yosh qo'yib qo'yamiz, o'rtada qo'yib qo'yamiz, biladi me'yorini. Nechalim yeyishini kerak. 1 ya 2sini yeydi kunda. Bo'ladi, ba'zi bir paytlar ko'p yeb berishi mumkin. Lekin men buni kontrol etib turaman. Aytaman, sen akşam ko'p yeding, bugun вообще yemaysan. Korreksiya bo'lib turishi kerak. Biz уже gelish qo'yibmiz. Bu meni qonun qoidam bolalarim biladi. Chiqish mumkin emas shu qonun qoidadan. Bu lekin chegaralash emas. Men ham bular sotsumda o'stirdi. Ertaga bir yerga boradi, mehmona boradi, yeb qo'yishi mumkin, ko'rishi mumkin, taklif etishlari mumkin. Men uni 100% chegaralab tashlasim yo'q. Daltib ko'rib turibdilar, yeb turibdilar, lekin me'yorinda. Buni saqlash juda muhim. Чтобы ozgina yeb ko'rib, ana do'yadi, ko'zam do'q bo'ladi. Ko'p odam o'ylaydi, shundan sen ko'z ochib bo'ladi, tashlanib yotadi. Yo'q, bu vaspitaniya bog'liq. Hamisha qarindoshlarimiz ham hayron qoladi. Masalan, bir yerga borsak, shokoladlar turadi, astdan keladi. Mama, можно я одну шоколадку возьму deydi. Shu aytib men ko'rsatadi. Ular yanda aytmayman, men quloqqa aytib ketadi. Da, тебе можно deyman keyin. Birsini oladi, только одну deyman. Keyin birsini olib, bo'ldi, uspokойтib aytib o'tiradi. Kelib yana undan so'ng so'rab ketmaydi. Bu katta natija deb o'ylayman. Men uchun muhim bo'lgan natija. Ham tarbiya, ham sog'liq borasida, madaniyat borasida ajoyib. Чтобы ertaga tashlanib, masalan, dishlari zararlanmasligi uchun. Chunki shira yegandan keyin hech kim dishini yuvmaydi. Kamdan kam zo'rdan kunda 2 marta yuvamiz ozon kech masalan. Oralikda yuvib beramiz. Bu yopish shokoladi dishni yemirib boshlaydi. Ana karies shundan gap chiqadi. Shu daraja muhim. Oddiy narsalar, lekin zo'r tarafini aytib o'taman. Shu prekorumni tarbiyani kichkina vaqtimdan Imrona katta farzandim, birinchi o'g'limga dum ko'p vaqtim ketgan, tarbiyalash, o'rgatish, kitoblar o'rgatish, ko'rish bilan vaqtim o'tar edi. Lekin shuni to'g'ri tarbiyalab berganim uchun qizim olib ketdi shuni. Qizimga ortiqcha vaqt yetirmadim tarbiyalasha, kitob o'rgatisha, orqasidan ko'radi. Shuni so'nib men shunda o'ylar edim, endi buni ham shuncha vaqt ketadi. Men muhim bo'lgandan kitob o'rgatish, endi o'qishda emas, shu kitobni olib, bu normaligini kiritasim boradi. Shu o'qib turish kerak, o'njuk o'ynash kerakligini. Biz masalan, zanimatsiya aytamiz, shu narsa norma bo'lish uchun, o'rgatish uchun yana shuncha vaqt ketamayotgan desam, qarasam, orqasidan takrorlaydi. Dish yuvusham. Dish yuvish, gorshokka dum ko'p vaqt o'rgatganman birinchi farzandim. Dum ko'p vaqtim ketgan, qiynalib, stresslarga tushib, qizimda o'sha uning emas. Ko'radi, menga ber deb turadi. Menga ber, men ham dishim yo'q. Orqasini nishatsa bom shunda aytadi. Yomon qiliqini ham aytadi, yaxshi qiliqini ham aytadi. Shu birinchi doğğa onalar shu birinchi farzandingizga zo'r tarbiya berib bilsangiz, zo'r narsalar. O'zi qolganlarni tarbiyaladan keyin. Shu o'zi orani tarbiyalab ketaveradi. Undan tashqari yana aytib o'tadigan narsam, prekorum bo'yicha bu kusochkili.
Kusочка bugungi kunda biologik bor, pedagogический, pediatrический prikorum bor. Bu shuning turlari. Men shuni aralashini bolalarga kiritganman. Aralash deganim, endi men pyureladan boshlaganman. Asta-sekinlik bilan kusочка o'tganman. O'zimni tajribamda bolamda ozgina xatolik qilganman. Birinchi farzandimda bunchalik prikorum haqida bilimim yo'q edi. No pyureladan kiritganman. Pyureda ko'p vaqt qolib ketganmiz. 8-9 oylikgacha. Keyin biz kusочка o'tganmiz. Bu juda muhim vaqtida kusочка o'qata o'tish. Bo'lakchalar. Ko'pchilik qo'rqadidan yemasin, duladi. Keyin netqa odam qisiq qiladi, o'lak qiladi, duyulib qoladi deydilardan qo'rqadilar. Qo'rqqanidan to'xtatib tashlaydilar. Ko'rib pyureda saqlab yuradilar. Bu bola ertang yutish qobiliyati past bo'ladi. Yutib bilmaydi ham bo'ladi. Necha shunday случайлар bor. Kusочкani yutib bilmaydi. Ko'ri suyuq, yengil narsani yutadi, on narsani yutadi, chenaladi, uni chenab bilmaydi. Dishi bo'lsa ham. Dishi bo'lsa ham deydi. Ava, shu narsalar bo'lmasligi uchun prikorni o'rganish kerak. Vaqtida pyure berish kerak, vaqtida kusочка o'rgatib boshlash kerak. Bu bilimlar juda muhim, чтобы ertang sizda shunday problem bo'lmasligi uchun. Ertang bola tanlab yeydi bo'lmasligi uchun. Saylab yeydi bo'lmasligi uchun. Bu kasallik bugungi kundagi kasallik. Biz shuni davolaymiz. Sizlarni siroplar ham yordam etmaydi. Appetit ko'taradigan nelar dorilar ham yordam etmaydi. Bu уже boshqacha sabab bo'ladi. Shuning uchun juda muhim shu narsani chuqur o'rganib, to'g'ri kiritib bilish. Aytishlari mumkin, avval nonni botirib, masalan, nonni suvga botirib, novatla choya yoki sutga botirib yeganlar qo'yish bo'lmagan qudi. Bugungi avlod boshqacha. Bugungi zamon talabi boshqacha. Shuna oshqozon ichak sistema boshqacha ishlab turibdi. Shuna rioya etib, bolaga to'g'ri prikorum kiritib bilish kerak. Чтобы ertang kasalliklar gap chiqmasligi uchun. Bu ham bolaning hayotida muhim bir jarayonlardan biri demak. Dum muhim. Lekin bizda dum kamdan kam e'tibor qilinadi shu narsaga. Internetda o'rganib qo'yaman, o'rgatib qo'yaman deb bolani ichini buzib qo'yadilar. Internetdagilardan ko'rib ataman deb. Ham o'rganmaydilar uni. Kattalarni o'zi o'rgatib qo'yaradi ular. Imunita, imunita. Ava, даже o'rgansalar ham xato o'rganadilar, chunki har bolaga individual yondashish kerak. Uni bolasini o'rgatib turgan narsa siznikidan o'rganmasligi mumkin. Shu juda muhim. Uni o'zi ham bir katta bilim ekan demak. Da. Katta bilim, o'rganish kerak, izlanish kerak. Demak, bu prikorum mavzular ham onalar maktab kursida bor, qarang. Hammasi bor. Hammasini o'rgatamiz. Demak, ham ongsoatgina shuncha mavzu, har bir mavzum 3 soatlik leksiya deyim. O'ylab ko'ringlar, 10 mavzu necha soatdan bo'ladi? 3 bolani demak 1 yoshgacha katta qilib olishda yana shuncha muammolarni yechib berasiz. Demak, uyqu, prikorum, keyin depressiya, tish chiqishi bilan ham muammolar bor. Temperatura bor. Isitma ham bor. Isitma qachon chiqadi? Nechatish kerak? Shamollashlar ham bor ichida. Dum ko'p mavzular bor. Agar o'zim bo'lganimda birinchi bolamni shu kursni o'ylamasdan olgan bo'lar edim. Yana zo'r tarafi bir marta olasizlar, bo'ldi shu bilim sizlarga yetadi. Keyingi bolalaringiz ham mana bemalol shu bilimdan foydalanib, bir marta xarid etilgan narsa bu. Ortiqcha o'zi pul chiqarmaysizlar keyin buni. Bir marta o'rganib. Bir marta o'zini olsa, bir umrlik bilim, bir umrlik xazina hisobi turaveradi sizlarda. Ana demak, prikorum mavzusi bo'yicha biz bugun ajoyib savollarimizga javob oldik. Rahmat Azizaxon. Sizga katta rahmat taklifingiz uchun. Rahmat. Azizaxon, men sizga qiziqarli savollarni tayyorlaganman. Siz bu savollarga ha yoki yo'q deb javob berasiz. Men tayyorlanmay kelmadim, lekin unga savollar. Savollarimiz bir-birine. Shu pediatriya bo'yicha sizning yo'nalishingizda siz uchun hali yangilik bo'lmaydi bular. Demak, boshlayman. Ha yoki yo'q. Hozir. Bolani soatma-soat emizish kerakmi? Yo'q. Chaqaloqni haftada bir marta yuntirsa yetarlimi? Yo'q. Yo'q. Bola shamollanda tez yaxshi bo'lish uchun burniga ona sutini tomizish kerakmi? Yo'q, mumkin emas. Yo'q, har emizishdan oldin ko'kraklarini yuvish kerakmi ona? Yo'q, kerakmaydi. Kerakmaydi. Bola temperatura chiqqan paytida, ya'ni isitma chiqqan paytda uni spirt bilan artish kerakmi? Yo'q, mumkin emas, spirt umuman. Yo'q. Spirt bilan mumkin emas. Ana, yangilik. Oddiy yiliq suv bilan qilish kerak. Yiliq suv bilan qilish mumkin. Oho, shuncha yillardan beri xato narsa ishlatib kelgan ekanmiz. Endi meditsina buni qo'llamaydi. Qo'llamaydi. Demak, bolalarni sut ichadigan idishchalari, soskalarini har emizishdan oldin sterillash kerakmi? Ava. Bu ha demak. Shart va zarur. Chaqaloq yaxshi uxlashi uchun uni qattiq yo'rgaklash kerakmi? Qattiq yo'rgaklash kerakmaydi. Yengil, свободный пленание qilsa bo'ladi. Yengilini.
bola onani ichki bezovtaligini ko'rsatib beradimi? Ha, 100%. 100% ko'rsatib beradi, birdan bir demak. Bolani kindiki bitishib ketguncha uni margansovkada yo'ntirish kerakmi? Yo'q, bu ko'na metod bugungi kunda qo'llanilmaydi. Qo'llanilmaydi. Yo'q, demak Oddiy hech suvda qanday yashnov kerakmaydi, yashnov bilan ishlov bermaydi. bugungi kunda Zilyonka ham. yo'q, mumkin emas. Bugungi kunda suxoy metod ishlatiladi. Spesial prishepka qo'yiladi, o'zi qurib tushib qoladi. Chaqaloqqa tug'ilgandan boshlab suv berish kerakmi? Yo'q. Yo'q. U muhtoj emas suvga. Ona sutini o'zi yetadi. Ona sutining ichida 90% ona suti suvdan iborat. Ichida keyin qo'shimchalar bilan. Suvning miqdorini ona sutidan oladi. Yozda tug'ilgan bola bo'lsa-chi? Yo'q, kerakmaydi. Faqatgina smesda ulattirgan, to'liq smesda ulattirgan bolalarimiz biz suvni 4 oyligidan qo'shishimiz mumkin. Undan oldin qo'shimcha kerakmaydi. Ha, 4 oylikdan boshlab smesda bo'lsa agar. 3 oylikdan bolaga uyda tayyorlangan домашний sok bersak bo'ladimi? Yo'q, bu prekorm bo'yicha ko'na metod hisoblanadi. Bugungi kunda biz sokdan boshlamaymiz. Bugungi kunda biz pyurelardan, kashvadan boshlaymiz. Avvalga yashil sok berish boradi. Avvalda boradi bu narsa qo'llanadi. Bo'ldi, savollar shundan iborat. Rahmat. Qo'rqinchli ekan savol. Yo'q. Rahmat, qiziqarli bo'ldi. Rahmat siz ham taklifingiz uchun. Men uchun ham qiziqarli bo'ldi. Hazatib yana gaplashib qoldik. Zo'r bo'ldi. Shunday qilib, bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. O'ylaymizki, yosh onajonlarimizga, yosh qaynonalarimizga ham baribir foydali bo'lgan suhbat bo'ldi. Shifokorimiz bilan pediatrimizni biz uchun yaxshi plus tarafi o'zlarini ayol kishi ekanliklari, ona bo'lganliklari va ayollarni tug'ruqdan keyingi holatini birga bir his qilganlari uchun hozir biz bemalol hazatib ochiqchasini gaplashdik va o'ylaymanki bu suhbatimiz efirga chiqqandan keyin bizani qo'llab-quvvatlaysizlar. Chiroyli sizlardan kommentariyalar kutib qolamiz. Va sizga rahmat Azizaxon, vaqtingizni ajratib biz uchun, xalqimiz uchun shunday foydali bilimlar berganingiz uchun minnatdormiz sizdan. Rahmat katta taklifingiz uchun. Men uchun ham qiziqarli bo'ldi. Birinchi marta tushirishimizni muddatib, intervyu qilishimiz, o'ylaymanki, sizning auditoriyangiz yaxshi qabul etib olib, yangi bilimlarni oladi deya umiddaman. Rahmat katta. Rahmat hammasi uchun.